Men Qurbonov Alisher Bahromovich 2015-yildan beri lor shifokori bo'lib ishlab kelmoqdaman. Bugundan boshlab sizlar bilan ijtimoiy tarmoqlarda o'z bilimlarimizni bo'lishib boraman. Sizda qanaqadir savollar bo'lsa, kommentariyga yozishingiz mumkin. Man Aliyeva Nigora Ravshanovna, dermatovenerolog, kosmetolog, 15 yillik tajribaga ega vrachman. Doktor Alisher klinikasida o'z faoliyatimni yurg'izaman. Bu yerda man biorevitalizatsiya, mezoterapiya, fillerlar bilan ishlash, bototoksin, ugri kasalligini davolash va lazerli shlifuovka muolajalarini o'tkazaman. Navbatdagi bemorimiz Toshkent shahridan. Bemorning bezda qilib turgan narsasi bir necha yildan beri burundan nafas olishga qiynaladi. Lor shifokorlariga chiqib bir necha marta konservativ lechini olib ko'rgan, foydasi bo'lmagan. Shu sababli bemorimiz bizga tekshiruvga keldi. Konservativ lechinidan foyda, effekt bo'lmaganligi sababli kompyuter tomografiyaga tushirdik, endoskopiya qildik va bemorda burun to'siq, qiyshig'ligi ham kuchli darajada va chig'anoqlarining gipertrofiyasi, ya'ni kattalashib ketganligi aniqlandi. Aniqlanganligi sababli burunda operativ davo o'tkazmoqdamiz. Здравствуйте, я Мухтаруль Марат Аскарович, врач ультразвуковой диагностики с 28-летним стажем и акушер-гинекологом с 30-летним опытом. Работал в роддомах, стационарных, частых клиниках России и Узбекистана. Учитывая опыт, хорошо знаю, как выглядит норма и где начинается отклонение. Как врач ультразвуковой диагностики принимаю взрослых и детей с 5 лет. При исследовании я обследую щитовидную, молочную железу, брюшную полость, почки, органов малого таза у мужчин и женщин, скрининг беременности с доплером, суставы, мягкие ткани и многое другое. При осмотре я всегда рассказываю, что я вижу и на что стоит обратить внимание. Даю рекомендации и профессиональные заключения. Сейчас я веду прием в клинике доктор Алишер. Записаться можно по ссылке или по телефону клиники. Alisher aka, lor shifokori qanaqa kasalliklarni davolaydi? Demak, lor shifokori asosan burun, tomoq, quloq kasalliklari bilan shug'ullanadi asosiy. Endi ularning ichida masalan burunda eng ko'p uchraydigan kasalliklar, ko'proq odamlarni bezda qiladigan narsa burundan nafas olish qiyinligi. Endi burundan nafas olish qiyinligining ham bir nechta sabablari bo'ladi. Ya'ni burunning o'zida chig'anoqlari kattaligi yoki peregorodga qiyshiq bo'lishi mumkin yoki ko'proq yosh bolalarda adenoidni vegetatsiya uchraydi. Endi o'shalarni nima sababdan kelib chiqqaniga qarab o'shalarni bartaraf etiladi. Undan tashqari, masalan, tomoq bilan bo'ladigan bo'lsa, shu tomoqning o'zida ham shamollashlar, angina chiqishi mumkin yoki qarang tanzilitlarni ko'rib, ahvoliga qarab lechina qilib boriladi. Bundan tashqari yana shu quloq bor, alohida bo'limi, quloq bo'yicha ham shu eshitishning pasayish sabablari, og'riqlar, endi yallig'lanish bilan bog'liq hamma narsani ko'rib chiqiladi polnistyu. Kirot, bu yerda polning adenoidni ham olamiz. Hipergrodga to'g'rilanadi, chig'anoqlar plastika qilinadi. Uchtasini ham qilgandan keyin zo'r nafas oladi, xudo xohlasa. Sababi hozir bitta adenoidni olib qo'ysak, bu yerda peregrodga bor, baribir o'zgarish bo'lmaydi. Yoki chig'anoqni o'zini qilsak ham o'zgarish bo'lmaydi. Peregrodga ham yaxshigina qiyinchilik bor. Adenoidi ham juda ham katta. Hamda buni yopgan. Shuni suyaklari bu yoqqa ship bor, bir tomonga. Chig'anoqlar bosib yotibdi. Cho'lasini ham ko'ramiz, xudo xohlasa. Zo'r bu. Normal bo'ladi. Qizarib ishda. Shuna tegadi qizargan. Srednali, kontraktron, yana qaraymiz. Mana ko'rdingizmi, shipchan to'qimani? Katta bu juda ham. Polnistyu ikki tomonda ham yopilgan. Burunni 80% ketgan yo'q. 80-90% joy yopilgan. Noktacha kerak. Bu menimcha anchadan beri yuribdi sababi. Anchadan beri yuribdi. Bizda o'zimizda vrachlar ham yosh borkin dedilar deyishdi. Mana eng o'xshaydi. Budayda mana o'zi ham bilmaydi narsa. Mashhurlar bo'lib turadi. Shuning uchun olib burmoqchi kerak. Lampa nechchi? Yana nima? Sana bundan boshqa kerak. Berilgan kattaroq. Yapılmış gibi.
Kuchaytirish kerak. Yo'q, ichkariga. Sizda 5 yil oldin ham qilingan edi. Qanaqa bo'lgansiz? Qanaqa o'zgarishlar bo'lgan o'shandan keyin? Yaxshi o'zgarish bo'lgan. Bemorimizda lazerni amalajini protsedurasini o'tkazamiz. Bemor 3-tug'ruqdan keyin siydik ushlay olmaslik, jinsiy aloqa paytida ovoz chiqishi hamda bachadonning pastga tushishi bilan shikoyat qilib keldilar. Shu sababli bularga hozir lazer amaliyotini bajaryapmiz. Bir amaliyotimiz yarim soat vaqtimizni oladi. Yarim soatdan keyin bemorimiz bemalol yurib, o'zlarining ishi bilan shug'ullanishlari mumkin. Hech qanaqa qarshi ko'rsatmalar yo'q. Lazer amaliyotimiz yakuniga yetdi. Endi bemorimiz xudo xolasa hamma muammolardan xoli bo'ladilar. Sizni kuchli qo'riq bizda bilyaptimi? Bunga quyidagilar sabab bo'lishi mumkin. Birinchi, burun to'siq qiyshiqligi, ikkinchisi burun halqum adenoid gipertrofiyasi, uchinchisi bodomcha bezlari gipertrofiyasi, to'rtinchisi yumshoq tanglay gipertrofiyasi. Ulardan qutulish uchun albatta tekshiruvdan o'tib, lor doktoriga murojaat qilish kerak. Ozonoterapiya organizmni kislorod bilan boyitadigan zamonaviy davolash usuli hisoblanadi. Ayniqsa homiladorlar uchun juda foydali sanaladi. Qon aylanishini yaxshilaydi, immunitetni kuchaytiradi. Bakteriya va viruslarni yo'q qilishga yordam beradi. Organizmni zaharlardan tozalaydi. Akne, ajinlar va teri rangini yaxshilaydi. Charchoq va stressni kamaytiradi. Yaralar tez bitishiga yordam beradi. Qaysi holatlarda qo'llaniladi? Asosan varikoz, diabetik yaralar, immunitet pasayganda, teri kasalliklari, ginekologik va urologik muammolarda samarali natija beradi. Agarda sizni doimiy bosh og'rig'i bezda qilayotgan bo'lsa, zudlik bilan shifokorga murojaat qiling. Chunki bosh og'rishi o'tkir sinusitlarni, boshda qon aylanishi buzilishini, boshga kislorod yetishmasligini belgisi bo'lishi mumkin. Shu sababli shifokorga murojaat qilishingizni so'raymiz. Inson yuzida 4 juft kontener borligini bilasizmi? Bular sinus bo'shliqlari deyiladi. Vazifasi o'pkaga boradigan havoni isitish, namlantirish va tozalashdir. Shu sababli ularga kontener deyishimiz mumkin. Agar burunda shish paydo bo'lsa yoki surunkali bitaversa, ular yallig'lanib, sinusitlarga olib kelishi mumkin. Uni oddiy alomati yerga qaraganingizda yuzingizda og'riq bo'ladi. Bunday hollarda tajribali lor shifokoriga murojaat qiling. Salomatligingiz haqida foydali ma'lumotlarni olish uchun menga obuna bo'ling. Xo'p, tochka golida ozdiradimi? Agar sizga bitta nuqtaga ta'sir qilib, siz ozasiz deyishgan bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Hozirgi kunda tochka golida muolajasi qilinmoqda. Lekin o'tda bitta nuqtaga qilingan muolaja orqali siz vazn tashlashingiz hech qanday dalillar bilan keltirilmagan. Bu yerda чистый psixologiya ketadi. Ukol qilindi, ukol qilinganda miyaga signal ketadi. Что sani ishtahing bo'g'ildi. Bo'ldi. U odam o'ziga samovnушение qilib oladi. Men bu ukolni oldim, bo'ldim. Meni ishtaham bo'g'iladi deydi. Чистый shu narsa ishlaydi. Bu yerda boshqa narsa yo'q. Qizlar, bu usul чистый laxatron. Undan ko'ra o'sha ketkizgan pulinglarni to'g'ri ovqatlanish bilan fitnessga ishlatinglar, mashtaqa ozasizlar. Nimaga quloqlar ba'zida o'z-o'zidan shang'illaydi. Aslida bu ovoz tashqaridan kelmaydi. Uni miyani o'zgartiradi. Baland ovoz, stress va turli kasalliklar sabab tovushlarni miyaga o'tkazadigan tukchalar shikastlanishi mumkin. Natijada miyaga tovushlar yetib bormaydi va sun'iy tovushlar chiqara boshlaydi. Lekin buni e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Chunki bu eshitish qobiliyatining pasayishi yoki qon bosimining o'zgarishi belgisi bo'lishi mumkin. Tibbiyotda bu tinnitus deb ataladi. Agarda sizda ham shunga o'xshash holat kuzatilsa, tajribali lor shifokoriga murojaat qiling. Shu kabi foydali ma'lumotlarni olish uchun menga obuna bo'ling. Yuzinglardagi dog'larga, quruqlikka, qizarishga, kengayib ketgan poralarga zo'r preparat. Hozir Gion preparatimizga klinikada aksiya ketyapti. Bu preparat yuzinglarni taranglashtiradi, namlantiradi, oqartiradi, poralarni kichraytirib, lifting beradi. Agar shunaqa chiroyli yuz xohlayotgan bo'lsanglar, Directga murojaat qilinglar.
Bir inson kecha-yu kunduz ibodat qiladi, nafl ibodatlarni, kunduzi roza tutadi, nafl rozasini. Bir umr qiladi shu ishni. Bir musulmon. Ikkinchi musulmon shifokor. Bir insonga shu dardini muolaja qilish uchun harakat qiladi. Dorisini topib beradi yoki o'shani dardiga malham bo'lishga harakat qiladi, tashxis qo'yishga harakat qiladi. Kim savobni ko'p oladi? Kecha-yu kunduz nafl ibodatini qilgan odam savobni ko'p oladimi yoki o'sha shifokor ko'p oladimi desa, fuqaholarimizdan, katta fuqaholarimizdan bittalari aytadilarki, kecha-yu kunduz ibodat qilgan odam, masalan, kunduzi roza tutib, kechasi tahajjud o'qib, nafl qilgan, u o'ziga qiladi. O'zi uchun savob. Ammo bu shifokor boshqalarga yordam qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xoyrun nas anfa'uhum linnas deganlar. Insonlarning eng yaxshisi boshqalarga manfaati, yordami tegadigan inson eng yaxshi inson. Quloqni burchug'ida, ba'zida fachiskada, ba'zida qo'limga ilgan yot narsa bilan tozalab ketaveraman. Demak, bemorimizdan kelgan savolga javob quyidagicha beramiz. Demak, quloqni tozalaganda fachiska bilan tozalasa bo'ladi, faqat qanaqa tozalanadi? Yig'ilib qolgan bo'lsa, quloqni yuqori devordan kirib, pastki devordan sekin tortib olinadi. Unda ham chuqur kirish kerak emas. Chuqur kirilsa, pardaga shikast ketishi mumkin. Ikkinchi masalamiz, bu yerda quloqni ham doimiy tozalash kerak emas. Sababi quloqdan chiqadigan bezlarni, ya'ni oddiyroq aytsak, serani, serni probkani kam miqdorda turishi himoya vazifasini bajaradi. Ya'ni quloqda kelgan changga o'xshab qoladi yoki tashqi tomondan hasharot, maydachilik, shunga o'xshash narsalar kiradigan bo'lsa, pardaga cho'g'lamasdan o'sha o'xshab qoladigan vazifasi bor. Shuning uchun doimiy tozalash kerak emas. Ko'p bezlar qilsa, bu shifokorga murojaat qilish kerak. Men Ashurgul Toshpo'latovni 28 yildan buyon akshur ginekolog shifokori bo'lib faoliyat yuritib kelyapman. 10 yildan buyon lazer yoshartirish bilan shug'ullanaman. Sizda siydik ushlay olmaslik, bachadonning pastga tushishi bezovta qilayotgan bo'lsa, doktor Alisher klinikasiga murojaat qilishingiz mumkin. Alisher aka, burun qonashi nima sababdan vujudga keladi va uni qanday davolash mumkin? Demak, burun qonashi hozirda ko'p uchrab turgan kasalliklardan biri hisoblanadi. Uning sabablari juda ham ko'p. Endi bitta sanab o'tadigan bo'lsak, masalan, burun aeratsiyasi buzilsa yoki qurish ko'p bo'lsa, burun qonashi mumkin. Endi ko'proq hozircha yosh bolalarda ko'p uchraydi, ya'ni allergik rinit bo'lsa yoki vazomotorniy rinit, burunni nafas olishga qiynalishga sabab bo'ladigan narsalar, ya'ni burun tusdagi qiyshiqlik, adenoid vegetatsiya, aeratsiya buzilish hisobiga burunda atrofik rinit boshlanadi. O'sha paytda burunning ichida o'zini to'rsimon qon tomirlari bor, o'sha yerda qonashlik yuzaga keladi. Endi uni bartaraf etish uchun asosiy sababi, nima sababdan kelib chiqqan, o'shani yo'q qilish kerak. Keyin shilliq qavatlarning tiklanishi uchun ichingdan qilinadi. O'shandan keyin sekin-sekin qolib ketadi va u yog'iga nabliyni qilib turish kerak. Men Qozog'istondan keldim. Ekologimda murnajni tomog'ini operatsiya jasadi. Bizning vrachimiz Qurbonov Alisher doktorimiz operatsiya safda o'tdi. Bugun bir oydan keyin natijasiga keldik. Sizlarga o'zi klinikaga kelib, emjillarimizni kengiz beramiz. Qo'linga Lor vrachqa og'zimiz cheksiz, o'ta keremet bilibdi, o'z isming mamani. Sizlarga kengiz beraman o'sha vrachdan. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bizga kelib tushgan ko'p savollardan bittasi adenoid vegetatsiyasini necha yoshdan qilsak bo'ladi? Adenoid vegetatsiyasini optimalniy yoshi 3-4 yoshlardan keyin qilsa bo'ladi bemalol. Unda ham pokazaniyalar bor, 3-stepen, ya'ni burunni to'liq yopgan bo'lsa, nafas olishga qiynalib turgan bo'lsa qilish kerak. Endi chaqaloqlarda ham, ya'ni chaqaloq 1 yosh, 2 yosh atrofida bo'ladigan bo'lsa, mabodo adenoid juda ham kattalashib ketgan bo'lsa, 3-stependa bo'lsa, unda ularni ham maslahatlashib operatsiyaga olsa bo'ladi. Sizning bolangizda ham shunaqa bezlagarchilik bo'lib turgan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana hozir bemorimiz keldi.
7 yoshar. Burunni endoskopiya qilganimizda burunning ichida adenoid vegetatsiyasi aniqlandi. Kamera endoskopchi bemorimizni endi mesni uxlatmasdan, narkoz olmasdan operatsiya qilib berishni aytdilar. Ularga tushuntirgan holda unga umumiy anesteziya ostida adenoid to'qimasini olib berishni maslahat berdik. Endi sabablari nima uchun? Birinchi navbatda mesni qilinadigan bo'lsa, ko'rmasdan taxminan olinadi joylashgan joy bo'yicha. Qon ketish ko'p bo'lishi mumkin asoratlari, tagida yarmi qolib ketishi mumkin. Bir qismi ham hozirgi kasalimizda ham adenoid juda ham katta, burunni xona qismiga ham kirgan azimcha. Shu sababli endoskopический shever yordamida olishni tavsiya qildik. Endi endoskopический shever yordamida olishni afzallik tomonlari malotravmatik kam travma bo'ladi organizmga. Polностью, masalan, xona burun ichiga kirgan bo'lsa ham shever yordamida ichkariga kirib, polностью oxirigacha olsa bo'ladi. Endi minus tomonlari unaqa aniqlanmagan. Mesni qilishning minus tomonlari psixologik travma hisoblanadi bemor uchun. Ikkinchidan o'sha bir qismi qolib ketsa, u yana kattalashib, yana baribir nafas olishga xalaqit qiladi. Keyin qon ketish ko'p bo'ladi. O'shani inobatga olgan holda hammaga o'sha shever yordamida endoskopический adenoid to'qimasini olishni tavsiya qilamiz. Qon bosimi yuqorilarga ro'za tutish mumkinmi? Mumkin. Ro'za tutish mumkin. Infarkt bo'lganlargachi? Infarkt bo'lganlarga agar dorilarni vaqtida ichadigan bo'lsa, ro'za tutish tavsiya qilinadi, chunki yuragiga ro'za nagruzkasini kamaytiradi naborot. Odam ko'p ovqat yeb qo'ymaydi, ovqat bilan nagruzkani kamaygani uchun yurakka nagruzka kamayadi shunda. 60 dan oshgan bemorlarga ro'za tutish mumkinmi? O'zi qandaydir davleniyasi yuragiga ta'sir bo'lmaydi? Odatda o'sha qandli diabeti bor kasal bemorlar yoki surunkali yurak yetishmovchiligi kasalliklar bo'lgan bemorlarda qat'iy ko'rsatmalar bor. Ularga ba'zi bir bemorlarga ro'za tutish tavsiya etilmaydi. Davolovchi shifokor bilan maslahat qilib gaplashish kerak bo'ladi. Navbatdagi operatsiyamiz fez. Bu yerda bemorimiz burundan umuman nafas olishga yo'ligi. Shu sababli bizga murojaat qilib kelgan. Bemorni kompyuter tomografiyadan tekshirganimizda bu yerda polностью hamma pazuxa burunning ichi polip bilan to'lgan. Frontalniy pazuxa, gaymanniy etmaydi shubkalar. Hammasi pazuxalari to'lgan hisobiga fez amaliyotini bajarishga qaror qildik. Operatsiyani hozir boshlaymiz. Bizni kuzatishni davom eting. Mana burun ichida poliplar o'sgan, to'liq. Mana tozalaymiz. Pazuxaning ichlari 8 ta pazuxaning ichida ham bor. Mana shuni tozalaymiz. Boshlaymiz. Testdan keyingi holat burun to'liq ochilgan, polip olingan, drenaj qilingan. Ikkinchi taraf. İkinci tarafı bu. To'liq ochilgan, chamasi chekilgan. Poliplarni drenaj qilingan, olib tashlashimiz kerak. Kuchli bosh og'rig'i, yuqori qon bosim, tez charchash, holsizlik sizda kuzatilayotgan bo'lsa, men Yunusova Mohira, professional hijoma massaj masteri. Hozirgi kunda Dr. Alisher klinikasida o'z faoliyatimni olib bormoqdaman. Agarda sizda yuqoridagi muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin. Og'iz orqali nafas olish yuzingizni qiyshayishiga olib keladi. Burun orqali nafas olganda til yuqoriga ko'tarilib, tanglayga yopishib turadi. Agar og'izdan nafas olsangiz, til pastga tushadi, yuqori jag torayib, tanglay chuqurlashib ketadi. Natijada yuz xunuklashib, burundan nafas olish battar qiyinlashadi va organizmga kislorod yetib borishi 18% ga kamayadi. Inson go'zal bo'lish uchun Alloh taolo og'izga va burunga alohida funksiya berib qo'ygan. Siz ham burundan nafas olishga qiynalsangiz, tajribali lor shifokoriga murojaat qiling va menga obuna bo'lib qo'ying. Navbatdagi labioplastika amaliyotini o'tkazishga tayyorlanyapmiz. Qizlarjonlar, mana bizda hamma instrumentlarimiz sterillangan, tayyor. Amaliyotimizni lazer apparati orqali amalga oshiramiz. Bu lazer apparati bizani oxirgi rusumdagi Koreyadan keltirilgan sodova apparat. Ashurgul opa, labioplastika amaliyotini qaysi usulda qilgan ma'qul?
Labioplastika amaliyoti o'zi ikki xil usulda qilinadi. Bittasi kesish orqali qilinadi, ikkinchisi lazer amaliyoti orqali qilinadi. Bizada lazer amaliyotida qilganimizda hech qanaqa chandiqlar qolmaydi, hech qanaqa og'riqlar sezilmaydi. Nega quloqlarimiz samolyot yoki tog'ga chiqqanda bitib qoladi? Quloq ichi xuddi shilliq qurt chig'anog'iga o'xshaydi. Quloq pardasiga doimo ikkala tarafdan havo qarshilik qiladi. Balandlikda havo bosimi o'zgarganligi sababli quloq pardasi ichkari yoki tashqari tarafga tortilib qoladi. Buni oldini olish uchun esnash, saqiz chaynash yoki yutinish kifoya. Shunaqa foydali ma'lumotlarni olish uchun menga obuna bo'ling. Qarang, o'ziga tushmasdan, analizani qildirmasdan siz davolamoqchisizda. Samarali natija tekshiruvdan keyin bo'ladi. Stomatologga bordingiz. Sizni tishingizni davolatmoqchisiz. Tasavvur qiling, tishingiz og'riyapti, qattiq og'riyapti-da. Lekin rentgen qilib keldi sizga. Men ko'rib olay, ildizini olishim kerak deyapti. Yo'q, doktor, men rentgen qilishga qo'rqaman. Shunday men davolab bering deysiz. Endi u siz boshqa tishingizni nervini olib qo'ysa-chi? Baribir og'riq qolmaydi, to'g'rimi? Og'riq davom etib yotadi. Quloqdan badbo'y hid kelishi. Buni asosiy sababi umumiy cho'milish havzalarida yoki basseynlarda cho'miladigan odamlarda kuzatiladigan asosiy holatlardan biri bu zamburug' bo'lishi mumkin. Buning natijasida eshitish pasayishi, quloqdan badbo'y hid kelishi yoki quloqning eshitmay qolishi kuzatilishi mumkin. Agar sizda ham yuqoridagi shikoyatlar bezovta qilayotgan bo'lsa, klinikamizga tashrif buyurishingiz mumkin. Burningiz bitib qolganida spreylar sepishni to'xtating. Chunki bu burundan tez-tez qon ketishiga sabab bo'ladi. Spreylardan doimiy foydalanish shilliq qavat qurishiga va dorilarga qaram bo'lib qolishiga sabab bo'ladi. Bunday holatga tushmaslik uchun tarkibida flutikazon, mometazon sostavli dorilardan foydalanishingiz mumkin. Chunki bu turdagi spreylar burundagi yallig'lanish va allergiyani davolaydi. Eng muhimi, o'ziga o'rgatib qo'ymaydi. Lekin bu dorilardan shifokor maslahatisiz foydalanmang. Shunaqa foydali ma'lumotlarni olish uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugungi rejalashtirgan operatsiyalarimiz 5 ta. Birinchisi adenoid vegetatsiyasi, 4 yoshli bolamiz anchadan beri nafas olishga qiynaladi. Ikkinchi bemorimiz ham 3 yoshli bolamiz, adenoid vegetatsiya bo'ladi ham 3-stepen qonlarni optajiga endoskopik tekshiruvda. Ularni ham xudo xolasa rejamizda bor. 3-operatsiyamiz bemorimiz burundan travma olgan 1 oy oldin. Shu sababli burun to'sig'ini to'g'rilab, ularni ham xudo xolasa nafas olishini tiklab beramiz. 4-bemorimiz bodomcha bezlari surunkali yallig'lanishi, ya'ni xronический tanzillit deydi. Unda bemorda doimiy og'riqlar oyoqlariga, yuraklariga og'riqlar bo'lib turadi. Shu sababli tanzilektomiya, ya'ni bodomcha bezini to'liq olib tashlash operatsiyasini amaliyotini amalga oshiramiz. Keyin oxirgi operatsiyamiz gaymerotomiya, ya'ni mikrogaymerotomiya qilamiz. Bu odontogeniy gaymerotomiya, gaymerit hisoblanadi. Shu sababli ko'pincha gaymerni pazuxani tozalaganda u qayta bo'radi. Masalan, hozir gaymerni pazuxa operativ yo'l bilan tozalanadi, yana qaytalanib qoladi. O'shanaqa bo'lmasligi uchun bugunga yuz-yuzak xirurgi bilan birgalikda amalga oshirishga reja qildik. Yuz-yuzak xirurgi tishlarni to'liq tozalab beradi, undan keyin biz pazuxani tozalaymiz va qaytalanish ehtimoli уже bo'lmaydi. To'liq tuzaladi. Bizni kuzatishni davom eting. Operatsiyalarimizni boshlaymiz.
farzandim yoshi 6 yosh, burun bitishi, tezlik shamollash shikoyati bilan murojaat qilgandik. Bosh jarroh Alisher Qurbonovga operatsiya qildilar. Hozir farzandim ahvoli yaxshi. Alisher Qurbonovdan juda ham minnatdormiz. Operatsiya juda ham yaxshi o'tdi. Bemalol murojaat qilsangizlar bo'ladi, tavsiya qilaman. Mana oxirigacha ochildi. Bu yoq tomoq. Bu yog'ingiz peshni ko'rdingizmi? Bu yoq tomoqda. Qo'lni samarasi ketgan, taqiyga kerak o'tgan. Mana bemorimiz 10-kunda qayta ko'ruvga keldilar. Burunda splinterni olib tashladik. Burun ichlari yaxshi, zo'r ochilgan, polifer olingandan keyingi holat. Perigurga chanoqlari to'g'rilangan. O'zlaridan eshitamiz, nima o'zgarishlar bo'ldi? O'shalarni bir og'iz aytib o'tsangiz. Avvalambor doktor sizga kattakon rahmat. Holatim rosa yomon edi. Operatsiyadan oldum. Mana naftizildan qutuldum, самое главное. Operatsiyadan keyin 5-kunida уже сразу hitni sezdim. 8-kundan полностью hit nima bo'ldi? Восстановиться bo'ldi-da. Xudoga shukr, rahmat. Amur sizga rahmat. Sizga ham kuch-quvvat bersin Xudo. Kasal bo'lmanglar. Rahmat. Yaxshi holatim yaxshi, nafas olishim yaxshi. Balog'at yoshida lazerli epilyasiya muolajasi mumkinmi degan savol menga juda ham ko'p keladi. Albatta mumkin. Men o'zim 13 yoshli qizimga lazerli epilyasiya amaliyotini o'tkazamiz. Lazerli epilyasiya muolajasida hech qanaqa lazer nurli o'sma o'stiradigan muolaja hisoblanmaydi bu lazerli epilyasiya. Shuning uchun bemalol balog'at yoshidagi qizlarga ham lazerli epilyasiya muolajasini o'tkazsak bo'ladi. Bizning lazerli epilyasiya apparatimizni Yujna Koreya davlatidan olib keltirilgan. Mutlaqo bezarar va og'riqsiz. Og'riyaptimi mashq qilayotganimda? Yo'q, epilyasiya muolajamizning asosiy mexanizmi mana soch follikulasi. Soch follikulasini o'sha issiq sovuq ta'sirida soch follikulasini muzlatilishi. 2-3 marta protsedura olingandan keyin soch follikulasi kichrayib, qisqarib, yopilib qoladi. Shuni hisobiga bu yerdan soch o'smaydi keyin. Sizlarni ham har 2-3 kunda britvadan foydalanish joningizga teggan bo'lsa, bizning klinikamizga tashrif buyuringlar. Tez, og'riqsiz, samarali usulda tuklaringlardan xalos bo'linglar. Men ismim Sharifov Xudoboqurad, Jizzaxdan keldim. Bir burundan nafas olish qiyin edi, shuning uchun ijtimoiy tarmoqlar orqali doktor Qurbonov Alisher haqida demak ma'lumotlar topdim va o'sha murojaat qilib shu klinikaga keldim. Bu operatsiya juda muvaffaqiyatli o'tdi. Men o'z tashakkurimni bildiraman. Bu yerdagi barcha hamshiralar ham, doktorlar ham mijozlarga juda yaxshi munosabatda bo'lishyapti. Yana bir marta o'zimni tashakkurimni bildiraman Qurbonov Alisher doktorga. Qurbonov Alisher doktor kelgan kunimoq jiddiy suhbatlashib, barcha o'sha mani kasalligim tarixini chuqur o'rganib chiqqandan keyin fikrlarni berib shu operatsiya qilish kerakligini aytdilar. Va juda ham qo'llari yengil ekan, mana Xudoga shukr. O'sha kuni o'ziyoq oyoqqa turib ketdi. 20 minutdan keyin hozir o'zim yaxshi his qilyapman. Ro'za tutyapsizmi? Lekin dorilarni o'zboshimchalik bilan to'xtatmang. Ro'za oyida ko'pchilik bemorlarda savol tug'iladi. Endi qanday dorilarni ichsam ekan degan. Bundan tashqari ayrim bemorlar umuman dorilarni to'xtatib qo'yadi. Ayniqsa qandli diabet, davleniya, zub kasalliklari bor bemorlar, gormonal dori vositalar iste'mol qiladigan bemorlar ro'za oyida dorilarni to'xtatish mumkin emas. Bunday holatda to'g'ri yo'l dorini saharlik va iftorlikka moslash kerak bo'ladi. Dorini dozasini har bir bemorda individual tanlab o'zgartiriladi. Buni albatta shifokor maslahati bilan qilinadi. Eng muhimi, ro'za tutish sog'liqqa zarar yetkazmasligi kerak. Agarda sizda ham ro'za oyida qaysi dorini qanday ichishni bilmayotgan bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Sog'lom holatda ibodat qilish bu eng to'g'ri yo'l. Barchangizni muborak Ramazon oyi bilan chin dildan tabriklayman.
Avvalambor assalomu alaykum. Ayni damda Alisher Bahamovich oldilaridaman. Lor ko'p muzli ichib qo'yaman. Tomog'im juda ko'p bezdi qiladi. Shuning uchun nima deyman? Shu iloji bo'lsa kelmang sizlarni oldinglarga. Rahmat. Homilali vrachlar bor ekan. Ayniqsa Yunusobod tumandagilar sizlar vizit deydi-yu, sizlar kelaveringlar. Begona qilmasdan. Sog' bo'ling, ishlaringizga rivoj doktor. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Ko'pchilik ayollar bitta muammoni bekitishadi. Bu kulganda, yo'talganda, yugurganda peshob chiqib ketishi. Bu juda keng tarqalgan muammo bo'lib, ayollarimizda tug'ruqdan keyin yosh o'tishi bilan tos mushaklarini bo'shashib qolishi bilan bog'liqdir. Hurmatli ayollar, bu muammoni yashirmanglar. Chunki bu muammoga hozir davo bor. Hozirgi eng zamonaviy usullardan bittasi lazer yordamida qin devorlarini ko'tarish hisoblanadi. Agar sizda ham shunaqa muammo bo'lsa, direct orqali yoki quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bemorlarimizdan kelib tushgan savol: eshitish pastligi nima bilan bog'liq? Demak, savolga javob beradigan bo'lsak, eshitish pastligi bilan bog'liq bir nechta sabablar bor. Ulardan birinchisi, quloqni o'zi 3 ga bo'ladigan bo'lsak, tashqi quloq, o'rta quloq, ichki quloq har bittasini o'zining sababi bor. O'sha yo'llar bilan bog'liq. Ya'ni birinchisi tashqi quloq bilan bog'liq sabab. Tashqi quloq bilan ko'pincha serniy probka, ya'ni quloq kiri deydi, o'sha to'planib qolsa, quloqning yo'lini to'ldirib qo'ysa, bu birinchi sabablardan bittasi, eng ko'p uchraydigan sabablardan bittasi eshitish pastligiga olib kelishi mumkin. Uni bartaraf etish uchun faqat quloq ichi yuvib tashlanadi, keyin eshitish yana tiklanadi. Keyingi ko'p uchraydigan holatlar o'rta quloq bilan bog'liq holat. Bunda o'rta quloq bilan ko'pincha srednyatit, ya'ni o'rta quloqning shamollashi. Bunda o'rta quloqda shamollash, ya'ni tomoq burnida shamollash bo'lganlik hisobiga o'rta quloqda ham shamollash boshlanib, ichida yiring slizda to'planib qolish hisobiga eshitish pastlaydi. Bunda og'riq bilan birga kelishi mumkin. Unda ham shu shamollash belgilari bartaraf etilgandan keyin eshitish yana qayta tiklanadi. Keyingi sabablardan yana bittasi asosiy, endi u ko'pincha yosh kattalarda uchraydigan holat, ya'ni sluhuviy eshituv nervini yallig'lanishi. Bunda lekin bu yosh kattalarda, ya'ni u yoqda quloq nervi atrofida qaynashining buzilishi, boshqa har xil sabablar bilan yuzaga keladi. Uni davosi surunkaliga o'tgan formasida davolash sal qiyinroq. O'stir formasida davolab eshitishni saqlab qolishimiz mumkin. Bundan tashqari yana bir necha sabablari bor, ular bilan keyingi videolarimizda to'xtalamiz. Rahmat. You wanna run? Said I'm not the one. Don't think you know what you've just done. When I'm Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana navbatdagi operatsiyamiz nihoyasiga yetdi. Bemorimizda burun ichi polipi va o'ng tomonlama gaynining pazufka polipi bilan to'lgan edi. Peregorodga qiyshiq. Bu yerda qilgan ishimiz burun to'siq to'g'rilandi, burun ichidagi poliplar olib tashlandi, gaynining pazufka polipimiz ham olib tashlandi. Gaynining pazufkani savtisi kengaytirib qo'yildi. Xudo xolasa bemor yaxshi nafas oladi, polipdan to'lgan. Mana sumkada ham o'ng gaynining pazufka to'lgan, burun yo'li ham to'ladi. Materialni oldik. Burun ichidagi polip katta butun chiqdi, uni ham hozir ko'rsatamiz. Birinchi marta Timur Qadamovich oldilariga kelganimda
84 kilo vaznim bilan kelgandim. Unda analizlar hammasini topshirtirib, shu nimadan semizlik kelib chiqishini, narusheniya nimadan bo'layotganligini aniqlashtirilgandan keyin menga назначение yozib berdilar. Уже леченияni boshlab, где-то уже 3-4 oydan keyin где-то 10 kilocha tashladim. Shunda diyeta tutmasdan turib, и еще fizические упражнения qilmasdan turib shuncha kilo tashlashga erishdim. Agar o'sha paytda ham dieta, ham fizические упражнения qilganimda, menimcha bundan ham katta vazn tashlagan bo'lardim. No, hozir уже yarim yildan oshdi, где-то уже 1 yilga yaqinlashib qoldi. Kelganimga уже 67 kilo. Hozir уже yana sezaman, yana ves yo'qotishni boshlayapman-da. Yuzim ham tiniqlashdi. Birinchi kelganimda yuzim yomon bo'lib, ugrilar toshib, vысыпание bo'lib keluvdim. Hozir ancha yaxshi bo'lib qoldim, ancha o'zimni yengil his qilaman. Hamma kasalliklar уже gormonaldan kelib chiqishi ham rost ekan. Ammo problema именно shu gormonaldan bo'lib turgan ekanda. Timur Qadamovichga rahmat deyman. Kattakon darajagacha olib kelganlari uchun men o'zimga borib yoqish boshlaganman. Уже bu balki как бы ishonmaslikka uni anaqadir. Lekin men aytamanki, men qoyil qolgan tomonim, то что men diyeta ushlamasdan, fizические упражнения qilmasdan turib, meni o'zi ishim сидячее положениедada. Shu 20 kilodan oshiq tashlaganimga уже qoyil qoldim. Shu qisqa vaqt ichida. Endi asosiy sababini yo'q qilsangiz, mana shu joyga keladi-da. O'shaning uchun kontrol qilinadi. Har doim sizdagi o'zgarish kelib chiqqan gormonlarni nazorat. O'sha gormonni nazoratini ushlab tursangiz, boshqa hech narsa kerak emas. Hayotingizni o'zingizdek davom ettiraverasiz. Yana bir marta aytib o'taman, endi tashlab qo'ymang, diyetani baribir diyeta kerak o'zingiz uchun. Fizik aktivnost ham, ya'ni sport bilan shug'ullanish bu ham sizga o'zingiz uchun, ya'ni ancha sog'lom bo'lib yurasiz. Butun tanada qon aylanishi yaxshi bo'ladi. Qon aylanishi yaxshi yo'lga qo'yilgan sistemada yaxshi fikrlar keladi. Miyaga zo'r kislorod yetib borsa, o'zingiz ish faoliyatingizda ham unum, ya'ni ishlash koeffitsiyentiz yuqori darajada bo'ladi. Sportni har tomonlama yaxshi tarafi bor. Buni yana sizga tavsiya qilib aytib o'taman o'zim. Navbatdagi operatsiyamiz fez. Bu yerda bemorimiz burundan umuman nafas olishga yo'ligi. Shu sababli bizga murojaat qilib kelgan. Bemorni kompyuter tomografiyadan tekshirganimizda bu yerda polnistda hamma pazuxa burunning ichi polip bilan to'lgan. Frontalniy pazuxa, gaymanniy metall shutkalar hammasi pazuxalari to'lgan hisobiga fez amaliyotini bajarishga qaror qildik. Operatsiyani hozir boshlaymiz. Bizni kuzatishni davom eting. Mana burun ichida poliplar o'sgan, to'liq. Mana tozalaymiz. Pazuxaning ichlari 8 ta pazuxa ichida ham bor. Mana shuni tozalaymiz. Boshlaymiz. Testdan keyingi holat, burun to'liq ochilgan, polip olingan, drenaj qilingan. Ikkinchi taraf. Ikkinchi tarafi bu. To'liq ochilgan, chamasi chetilgan. Poliplarni drenaj qilingan, olib tashlashimiz kerak. Jahongir aka, bizga ko'plab murojaatlar kelib tushgan. Azonoterapiya uy sharoitida olsa bo'ladimi? Uy sharoitida olinadigan muolaja emas, mutaxassis nazoratida olinishi kerak bo'lgan muolaja hisoblanadi. Yosh bolalarga ham mumkinmi? Necha yoshdan o'zi azonoterapiya olish mumkin? Yosh bolalarda asosan qo'llanilmaydi. 18 yosh va 20 yoshdan boshlab kattalarda ham olishi mumkin, lekin asosan faqat ko'rsatma bo'lgan taqdirdagina 16 yoshdan olinishi mumkin. Azonoterapiya faqatgina bitta muolajami yoki ko'plab muolajalar olinadimi? Yo'q, to'g'ri savol. Azonoterapiya kurs lecheniya hisoblanadi. Bu 5 kundan 10 kungacha olinishi kerak bo'lgan muolaja. Homilador ayollarga kelsak, necha oyligidan olsa bo'ladi? Bu savol endi individual hisoblanadi. Ginekolog ko'rsatmasiga binoan 12 haftalikdan boshlab olinsa bo'ladi. Emizikli ayollarga mumkinmi? Ha, albatta, emizikli ayollar olsa ham bo'ladi. Sababi emizikli ayollarda asosan immunitet tushadi, shuni hisobiga qonni kislorod bilan to'yintirish ham yaxshi yordam beradi. Azonoterapiya olishdan oldin qanday tekshiruvlardan o'tish kerak? Azonoterapiya olishdan oldin maxsus o'tkaziladigan tekshiruvlar yo'q, lekin mutaxassislar, ya'ni vrachlar maslahati bilan olsa bo'ladi.
qanday mutaxassislarga uchrashish kerak? Masalan, homilador ayollar va ginekolog maslahati asosida olinadi. Yoshi kattalar ular terapevt maslahati bilan olsalar bo'ladi. Bemorimiz 15 yildan beri nafas olishga qiynaladi. Taxminan 10 yil oldin burunni mesniy, ya'ni burun ichidagi poliplarni yuldirib olib tashlagan, lekin effekt ko'rmagan umuman. O'shaning uchun operatsiya qildirishga qo'l qo'ygan, baribir effekt bo'lmaydi deb bizga keldi. Hozir operatsiyani boshlaymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Yurak sohasida og'riq, aritmiyalar, yurak sohasida bezovtalik, qon bosimi ko'tarilishi va yoshlarda uchraydigan yurak qon tomir kasalliklari bezovta qiladigan bo'lsa, men Olimjonov Dilshod Dilmurodovich doktor Alisher klinikasida kardiolog sifatida o'z faoliyatimni olib boraman. Agar sizda yuqoridagi shikoyatlar bezovta qilayotgan bo'lsa, doktor Alisher klinikasiga mana bu raqamlar orqali murojaat qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana navbatdagi ko'p kelib tushgan savollardan bittasi og'izdan badbo'y hid kelishi. Endi og'izdan badbo'y hid kelishining sabablari, bir necha sabablari bor. Ya'ni og'iz bo'shlig'ida, ya'ni tishda karies bo'ladigan bo'lsa, ichida ovqat qoldiqlari turib qolsa hidlanadi. Bundan keyingi sabablari lor kasalliklari bilan bog'liq surunkali tanzilit. Surunkali tanzilitda ham bodomcha bezining ichida doimiy ravishda yirik lajnalar chiqib, turib qotib yig'ilib qoladi. O'shaning hisobiga ham og'izdan noxush hidlar kelishi mumkin. Bundan tashqari oshqozon ichak kasalliklari, ya'ni surunkali gastrit yoki o'tkir gastrit, ezofagitlar, ya'ni oshqozon hazm sistemasi bilan bog'liq muammolar bo'lsa ham og'izdan badbo'y hid kelishi mumkin. Endi har bittasini, masalan, tomoq bilan bog'liq bo'lsa, lor shifokoriga murojaat qilish kerak albatta. Oshqozon ichaklar bilan bog'liq bo'lsa, gastroenterolog doktorlarga murojaat qilish kerak. Tish bilan bog'liq karies tushgan bo'lsa, stomatolog doktorlarga murojaat qilib, albatta davolatish zarur. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana navbatdagi bemorimizni hozir sizlarga zo'r rezultatini ulashmoqchiman. Mana Sirojbek navbatdagi bemorimiz zo'r natijalar bilan bizga hozir o'zini erishgan yutuqlarini gapirib beradilar. Sirojbek, nimalar bo'ldi? Kelganingizda nima bo'lgan? Assalomu alaykum aziz do'stlar. Assalomu alaykum doktor. Men mana 2 oy burun mana misol Temur Qadamovga murojaat qildim. O'sha vaqtda meni vaznim 120 kilo edi. Hozir mana 2 oydan keyin 95 kiloga tushdim. Shu sa'y harakatlar bilan shu natijaga erishdim va sizlarning hammangizni mana shu doktorimizga murojaat qilishingizni so'rab qolaman. Rahmat kattakon. Ilohim har doim sog' salomat bo'lib yuring, hech qachon kasal bo'lmang. Sirojbek, siz bilan muloqotda bo'lib turamiz. Bundan keyin ham dal shu natijalarni bo'lishib borasiz, xudo xolisa. Albatta, rahmat. Alisher aka, kichkina chaqaloqlar yoki yosh bolalar o'rtasida yuzi bilan yiqilib burun travmalari ko'p bo'lyapti. Burun qiyshayishlari, burun sinishlari. Shuni operatsiya muolajalariga nima deysiz? Qaysi yoshda operatsiya qilsa bo'ladi yoki xohlagan o'sha 1 yoshda yoki 3 yoshda travma olganda sразу operatsiyaga olsa bo'ladimi? Septoplastikaga. Agar burun haqiqatan kuchli qiyshayib, sinib, burun shakli deformatsiya o'zgargan bo'lsa, unda qilinadi. Ya'ni u payti burun suyagi singan bo'lsa, repozitsiya qilinadi, periodika ahvoliga qariladi. Lekin yengil travma bo'lib, yengil qiyshayis bo'lsa periodikada, endi bola o'sib bo'lguncha tegilmaydi iloji boricha. Bolaga asoratlar bermasa, qiynalmasa, lekin qanaqadir asorat berishni boshlasa, nafas olishga qiynalsa, gipoksiya bo'lsa boshda, unda izolyativni qilgan ma'qulroq. Lekin 3-4 yoshlar periodika ehtimolli kam qilish. 4-darajali tugulli bo'qoq mana bo'yinda kattalashishini ko'rishimiz mumkin. Bu tashqi tomondan ko'rinadigan holat hisoblanadi. Bu yerda eng xavfli tomoni nafas olishga qiynalish, ovoz bo'g'ilish holati, yutinishga qiynalish kuzatilishi mumkin. Buni yomon oqibati esa onkologiya kasalliklarini keltirib chiqarishi mumkin. Sizda ham shunga o'xshagan shikoyatlar kuzatilayotgan bo'lsa, hoziroq qabulimga yoziling. Alisher aka, immunologdan eshitdim, hozirgi paytda bolalarda ko'p uchrayotgan xronический angina bo'yicha
masalan ko'p kasalxonaga hisobiga angina ishib ketadi. Keyin uni odatda operatsiya qilib ma'lum bir qismi olib tashlab immunologlarning aytishi bo'yicha aytishyaptiki, anginani olish mumkin emas. Anginani davolasa bo'ladi, men ishib ketsa ham qaytarsa bo'ladi deyishyapti. Shunga nima deysiz, fikringiz qanaqa? O'tkir formasi bo'lsa, infeksiya hisobiga shishgan bo'lsa, davolasa bo'ladi. Lekin xronический tanzilit degan bo'lsa, ikki hipertrofik formasi bor, shishib ketadi, juda ham og'zning ancha qismini yopib qo'yadi, nafas olishga holat qiladi даже. O'sha paytlarda 3 dan 1 qismi olib tashladi. Holga qarab. Endi har bitta bemor individual yondashadi paytda, sababi shu angina baribir zarur azob immun sistemasi hisoblanadi. Shuning uchun bu yerda gipertrofik shishi qancha joyda egallagan bo'lsa, nafasiga xalaqit bersa, tez yengil toksik forma bo'lsa, olib tashladi. Lekin oddiy o'tkir shamollab o'tkazilgan bo'lsa, faqat bu tozalab, ichini tutiladi. Bu shundan tinchlik ko'p bezda qilib beradi. Teridagi hollar, yumshoq fibromalar ba'zan estetik noqulaylik tug'diradi yoki kiyimga ilinib bezovta qiladi. Bunday holatlarda ularni lazer yordamida xavfsiz va samarali usul bilan olib tashlash mumkin. Amaliyot tez va og'riqsiz bo'ladi, qon ketishlar kuzatilmaydi, terida iz qolmaydi. Eng muhimi, dermato-onkolog bilan maslahatlashishimiz shart. Burun bitishlarining sabablari va davosi. Burun to'siq qiyshiqligi, vazomotorniy rinit, allergik rinit, yosh bolalarda adenoid vegetatsiya. Endi bularning davosiga keladigan bo'lsak, hammasi o'z holida burun to'siq qiyshiqlagan bo'lsa, u operativ lecheniya qilinadi. Adenoid vegetatsiya 3-stepenida operativ lecheniya qilamiz. Vazomotorniy rinitda unda konservativ davolashimiz mumkin, gormonal preparatlar va antigistamin dorilar bilan. Allergik rinit bo'lganda ham chig'anoqlash hisobiga bo'ladi. Davosi ham konservativniy antigistamin dorilar va protiallergik gormonal spreylardan foydalanamiz. Inson aynan quloqlari sababli yiqilib ketmasligini bilarmidingiz? Quloq ichida jelitsimon suyuqlik bor. Uning ustida esa kristal toshchalar joylashgan. Inson tanasi qaysi tomonga og'sa, o'sha kristallar ham qimirlaydi va undagi mayda tukchalar miyaga signal beradi va miya tanaga qaytadan muvozanat saqlash uchun buyruq beradi. Aynan shu kristallar sabab ko'zingizni yumganda boshingiz qaysi tomonga qayrilganini yoki egilganini bila olasiz. Agar sizda doimiy bosh aylanishi bo'lsa, bu asabdan emas, quloqdan ham bo'lishi mumkin. Shu kabi foydali ma'lumotlarni olish uchun menga obuna bo'ling. O'g'il farzand ko'rish siri. 15-20 millionlab pul sarflab, chet elga borib, homiladorlik kunlarini hisoblab, unisang o'g'il, bunisang qiz bo'ladi degan cho'pchaklarga ishonib qoladigan bo'lsangiz, qattiq adashasiz. 30 yildan buyon ginekolog bo'lib ishlayotgan bo'lsam, sizga shu haqiqatni aytib o'tamanki, sizning o'g'il yoki qiz farzand ko'rishingiz avvalo Allohdan. Siz xohlasangiz chet elga boring, xohlasangiz xohlagan ginekologingizga boring, lekin Alloh xohlamasa u narsa bo'lmaydi. Ayollarda XX xromosomalar bor, erkaklarda esa XY xromosomalar bor. Agar ayollardagi X xromosomalar bilan erkaklardagi X xromosomalar qo'shilganda qiz bola, X xromosomalar bilan erkaklardagi Y xromosomalar qo'shilganda o'g'il bola vujudga keladi. Hurmatli ayollar, siz atrof muhitdagi har xil mish-mishlarga ishonmang. Berguvchi Allohdir, faqat Allohdan so'rang. Mana bu adenoid, ko'rdingizmi, yo'lni yopib qo'ygan. Adenoid to'qimasi vegetatsiya bergan. Mana shu yerda yo'l bo'lishi kerak, ochiq bo'lishi kerak mana shu. Mana yo'l bo'lishi kerak mana shu yerdagi go'sht. Ha, tegida ozgina bor mana tegida. Mana yumshoq tanglar o'ynaydi-yu. O'sha hisobiga ozgina nafas olish mumkin va baribir qiynaladi. Katta juda ham. Bu endoskopik qilinadi. Bemorning shikoyatlari
burundan nafas olish qiyinligi va tomoq tez og'rishiga. Bemorni tez tomoq og'rishi bezda qilishi sababli va nafas olish qiyinligi sababli bodomcha bezi va adenoid to'qimasi olib tashlandi. Agar sizda ham tomoq og'rishi tez, burun nafas olish qiyinligi tez bezda qilayotgan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Hayolida bir nimalar rashk o'tida yondiryapti. Sevarmishman boshqasini, yo'q eslarman eskisini. Yurarmishman yalloq qilib, jon-jonimdan to'ydirib o'tdi. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Lor Alisher Qurbonovda men o'zim 3-4 oy oldin, ya'ni may oyida anginamni operatsiya qildirgandim. Qo'l oyog'im og'rib, shamollaganimda bo'g'inlarim shishayotdi. Alisher Qurbonovga ko'ringanimda operatsiya qilaylik. Operatsiya qilmasdan hech narsa qilsa ham bo'ladi, lekin har safar shamollash bo'lganda yana shu takrorlanadi deb tavsiya berdilar. Ularning tavsiyalariga quloq solib, anginamni oldirtirdim. Hozir bugun mana qizimni adenoidini ham operatsiya qildilar. Kelib tekshirtirdik, nafas olishga qiynalyotdi. Tekshirtirsak, adenoidi katta, uni operatsiya qilaylik dedilar. Rozi bo'lib operatsiya qildik. Hozir qizimning holati yaxshi. Men o'zimning ham holatim mana 3-4 oydan beri shamollash o'tkazdim, lekin udi oldingidek qo'l oyog'im og'rimadi. Yaxshi o'tkazdim, tez o'tib ketdi. Alisher akaga kattakon minnatdorchiligimni bildiraman. Qo'llar dard ko'rmasin, ishlariga rivoj bersin. 10 yoshli qizimiz burundan nafas olishga anchadan beri qiynaladi, eshish pastligi, nafas olishga qiyinligi. Shamollagandan keyin tuzalishi juda ham qiyin bo'ladi. Bemorni tekshiruvdan o'tkazdik. Bemorda adenoid vegetatsiya 3-stepen burun xonasini to'liq yopgan. Shu sababli rejali ravishda bemorni operatsiyaga olishga qaror qildik. Operatsiyamizni boshlaymiz. Do posle natijalarini qo'yamiz, kuzatishni davom ettirasiz. Bemorimiz operatsiyadan chiqdi, uyg'ondilar, o'zida qilaysan. Laylo, yaxshimi? Og'riqmi? Zo'rmi? Burun qanaqa? Yaxshimi? Ozgina tishi bor, ha? Ha, yaxshi bo'lib ketadi. Oyinga chiqamizmi? Hozir oyisiga chiqazamiz. 1 soat 2 soat kuzatuvda bo'ladi, keyin ruxsat berib yuboramiz uyga. Quloqdan suyuqlik kelishi xavfli belgimi? Quloqdan suyuqlik kelishi xavfli yoki xavfsiz bo'lishi ham mumkin. Uni endoskopik tekshiruv yoki obyektivni ko'ruv asosida aytishimiz mumkin. Endoskop tekshiruvda pardagacha bo'lgan joy ko'riladi. O'sha yerda yallig'lanish, qizarish yoki pardani teshilgan holatlari bo'lsa, bu albatta xavfli belgi. Lekin normal holatda ham quloqdan suyuqlik kelishi mumkin. Quloq seralari yig'ilib yoki cho'milgandan keyin o'sha seralar erib chiqib qolishi ham mumkin. Bu normal holat. Faqat uni tozalab orilsa bo'ldi. Hammaga assalomu alaykum. Patsientimiz bizga murojaat qildilar. Qo'llarini teginib ip bilan boylasang qurib tushib ketadi deyishgan ekan. Ip bilan boylabdilar, mana tagida ip turibdi, mana yiringlashib boshlagan, уже 3 kundan beri turibdi. Qorli formasi ham o'zgargan, ishgan. Iltimos, bunaqa ishlarni qilmanglar. Ba'zi doktorga kelinglar, oldirmoqchi bo'lsanglar, bunaqa hollar o'zi qurib tushib ketmaydi hech qachon. Zahvat, qurib kesilib olamiz. Sezilyaptimi? Sezilmayapti. Yo'q, sezilmayapti. Ana yuragimda baribir nima bor-dek. Quloq pardasini tiklash mumkinmi? Demak, quloq pardasini tiklasa bo'ladi albatta. Ya'ni bunda asosiy bemorimiz tekshiruvdan o'tishi kerak va tekshiruv operatsiyadan oldin parda qo'yilgandan keyin o'zida qanaqa o'zgarish bo'ladi, o'shani bilib olish kerak. Ya'ni quloq abdometriya qilinadi, abdometriyadan keyin bemorga o'sha abdometriyasiga qarab parda qo'yilgandan keyin qanaqa o'zgarish bo'lishi to'liq tushuntiriladi. Undan tashqari kompyuter tomografiya qilinadi. Tomografiya qilingandan keyin shu nima operatsiya qilinishi mo'ljallanib, ichlarida mana qo'shimcha tozalatishlar ham olib borilishi mumkin. O'shandan keyin parda qo'ysa bo'ladi. Parda qo'ygandan keyin ichki sulxuy nervlar zararlanmagan bo'lsa, eshitish tiklanadi.
Assalomu alaykum, men ismim Majina, 14 yoshdaman. Doktor Alisher klinikasiga kelib, bir hafta oldin sepsiplastik operatsiya bo'ldim. Undan oldin men qiynalardim, nafas ola olmasdim, yaxshi uxlay olmasdim. Operatsiya bo'lgandan keyin hammasi yaxshi bo'ldi. Yaxshi nafas olaman. Alisher akaga, Jahongir akaga va men operatsiyamga qatnashgan hamma doktorlarga kattakon rahmat. Operatsiyadan keyin ham mana og'riq bo'lmadi. Hammasi yaxshi, yaxshi nafas olaman. Bemorlarimizda yana bezli qiladigan narsalardan bittasi og'izda ochganda bodamcha bezidan oq yiringli probkalarning ko'rinib turishi. Uni asosiy sabablaridan bittasi surunkali tanzilit hisoblanadi. Surunkali tanzilitni oddiy formasi, toksik formasiga bo'lishimiz mumkin. Oddiy formasida uni faqat ichidan chiqqan oq yiringli probkalarni sanatsiya qilib yuvib turish kerak. Agarda toksik formasi yoki o'sha narsalarni ko'p qayta bo'lsa, unda bodamcha bezini, ya'ni angiyani olib tashlashga to'g'ri keladi. Bemorimiz 71 yosh, bemorimizda burun ichi polip bilan to'lgan. Operatsiya qilishimizda asosiy sabab bemor burundan umuman nafas olmaydi. Shu sababli burundan nafas olishni tiklash uchun bemorimizni operatsiya qilib beramiz. Bizni kuzatishda davom eting, operatsiyamizni hozir boshlaymiz. Operatsiyamiz nihoyasiga yetdi. Bemorimiz yaxshi, hozir uyg'onish arafasida. Hamma pazuxalar tozalab, ichlari burun ichi poliplar olib tashaldi. Kamin pazuxalari ochib, ichidan bittasidan yiring chiqdi. Pazuxalar yaxshi. Kuzatishda davom eting. Natijasini qo'yib boramiz. Bugun sizlar bilan adenoid vegetatsiya haqida gaplashamiz. Adenoid vegetatsiyasi bu burun halqi murtagining kattalashishi. Uni 3 ta stadiyaga bo'lamiz, ya'ni 1-chi, 2-chi, 3-chi stadiya. Asosan 2-chi, 3-chi stadiyalari operativ yo'l bilan davolanadi. 1-chi stadiyasi konservativ davo olib turish kerak va har 6 oyda lor kuzatuvda bo'lishi zarur. Adenoid vegetatsiyasining asosiy shikoyatlari bemorda burundan nafas olish qiyinligi va uxlaganda og'izni ochib, xurrak otib uxlash. Agarda sizda ham shunaqa shikoyatlar bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Hozirgi paytda eng ko'p uchraydigan kasallik bu arterial gipertenziya, ya'ni qon bosimining ko'tarilishi. Hozirda bu kasallik yosharib bormoqda. Ayniqsa yoshlarimiz 25-30 atrofida ham qon bosimi ko'tarilyapti, chunki ularda noto'g'ri ovqatlanish, shirin ichimliklar ko'p iste'mol qilish, energetiklar, fast foodlar, ketishki, chipslar ko'p iste'mol qilish oqibatida yurak qon tomirlarida skleroz hosil bo'lishi tezlashib, bu jarayon qon bosimini ko'tarilishiga olib kelyapti. Undan keyin yurak kasalliklariga olib kelyapti. Ko'p bemorlarimiz ko'krak qafasi sanchiq og'riq bilan kelishadi. Nevrologik kasallik bilan asosan biz tashxislaymiz, chunki yurakni o'zini kasalligi bo'lmaydi. Muskul nerv tizimidagi kamchiliklar bo'ladi, kasalliklar bo'ladi. Telefon ham ta'siri bormi? Mana shu shikoyatlarga. Telefonning ta'siri juda katta. Yoshlarga keladigan bo'lsak, asosiy shikoyatlar tungi uyqusizlik. Tungi uyqusizlikda organizmda ishlab chiqariladigan melatonin degan gormon bor. Bu gormon yoshlik gormoni hisoblanadi. Hozirgi yoshlarimiz 1-2 yildan keyin uxlashyapti. Bu gormon ishlab chiqarish vaqti 11 dan soat 1 gacha. Tabiiyki bu bemorlarda bu gormonni yetarlicha ishlab chiqarmaydi va ularda kunduz bilan holsizlik, qon bosimi ko'tarilishi, yurak sohasida og'riq, depressiya, hammasi shu yurak qon tomir tizimiga nagruska bo'ladigan shikoyatlar bilan kelishi mumkin. Asosiy sababi shu telefonda ko'p o'tirish va tungi uyqusizlik. Hozirgi zamonda ko'pchilikda depressiya, asabiylik. Buning asosiy sababi tungi uyquning joyida bo'lmasligi. Asabiylik surunkali davom etadigan bo'lsa, bu albatta qon bosimining ko'tarilishi, yurak kasalliklariga olib keladi. Nafas ola olmasdim. Mana shamollasam tushib qolardi-da, nafas ola olmasdim. Keyin jiyanim yetib qoldi, dedi, "Men sizni olib boraman. Alisher degan anaqa bor poliklinika." Mayli dedim, birinchi oyoq mana qilmadi, nima deydi? Og'riqdan qo'rqaman o'zim. Hech narsa qilmaydi, zo'rlab olib kelishdi. Yo'q, ko'rdilar hammasini de, bu hech narsa qilmaydi, bir pasda bo'ladi. Dedilar, xullas hozir operatsiya qildilar o'zlari, tozaladilar. Ko'rmaganday bo'lib ketdim-da, hozir xuddi yangi tug'ilgan odamdek bo'lib yuribman-da. Baraka topinglar. Alisher, men rahmat sizga. Sog' bo'ling. Bemorimiz 3 kun oldin operatsiya bo'lganlar. Yoshlari 71 yoshda, to'g'ri? 71 yoshlar. Burun ichlari polip bilan 100% to'lgan. Yopib qo'ygan edi o'shalarni.
operatsiya qildik shever yordamida. Pazuxalarning ichida gnojli proseslar bor ekan, ularni ham tozalab tashladik, ya'ni fez amaliyoti amalga oshirildi. Endi operatsiyadan keyin 2 kundan keyingi holat ichini ko'ramiz. Burun ichida meratsillar bor. Mana o'zi meratsil tursa ham burun yo'li ochiq. Mana shu eslaringizda bo'lsa to'la edi, mana shu to'lib turdi. Yo'q, polga nafasi otmadi. Ha, o'zi ochiqda burningiz, hali meratsil bor tepada, bundan so'ng yana ochiladi hali. Unga ozgina bir haftacha vaqt kerak. Bugun meratsilni olib beraman, yana yaxshilanadi. Bu birinchi tarafi. O'sha payt ko'rsatdimmi o'zingizga polipkani? Mana shu to'la edi, hozir tomog'ingiz ko'rinib turibdi, oldinroq bitganda. Bu yerda ham ochiq. Chiqib nafas olavering. Polni ochildi. Zo'rmi? Yaxshi. Oldin umuman ishlamas bo'ldi bu? Yo'q, oldin yaxshi, qiynalardim do'g'on. Og'izda nafas olardim oldin. Hozir yaxshi. Qonangiz to'lgan, poliplar qonaga o'sib chiqib ketganda ikki tarafdan ham. Qonaning o'zida ancha kattasi chiqdi. Burunning o'zi mana oldigacha kelgandi. Yaxshi, nafaslar zo'r. Yaxshi. Bo'ldi. Operatsiya payti og'riqlar hech narsa sezmadingiz? Yo'q, yo'q. Nima bo'ldi? Operatsiyadan keyin qiynalmadingizmi? Yo'q. Men o'yladim, narxis uxlatolmasa kerak mana dedim. Men uncha yana qilmayman-da. Antisyoklarimiz ham juda ham zo'rda. Sekund talab qo'ydinglar, baraka toping. Antisyoklarimiz ham juda ham zo'r. Tan joningiz sog' bo'lsin. Kasb-korlarga Xudo baraka bersin. Hamisha bola chaqalar rohatini ko'ringlar. Hamisha xursand bo'linglar. To'ydan boshimiz chiqmadi hammamizdan. Rahmat. Omon bo'ling. Sog' bo'ling. Labioplastika bu jinsiy lablarni xirurgik yo'l bilan tuzatish amaliyoti hisoblanadi. Klinikamizda bu amaliyot eng zamonaviy lazer apparati orqali amalga oshiriladi. Bu amaliyot afzalliklari: qon ketmaydi, hech qanaqa og'riq sezmaydi ayol, chandiq qolmaydi hamda tez tiklanadi. Так, на данный момент у вас немножко уплотнение печёночной ткани присутствует здесь. Так, где-то стеатоз первой степени. Желательно диету соблюдать вам. Анализы надо будет сдать, биохимию крови. Вот, сосуды здесь нормальные, не расширены. Сама печень немножко уплотнена. Вот. Желчный пузырь нормальный, камней нет. Так-то, в принципе, все неплохо. Поджелудочные. Так. Видишь, вот эта печень. Вот эта печень. Печень должна быть по цвету одинаковой с почкой. Оно, видишь, белое. Если белое, это плотное. Если мягкое, это темное, это мягкое. Получается у вас уплотнение печёночной ткани. Получается, вот гепатоз первой степени идет. Но это не так страшно, как бы начало. В детстве это желтухой болел, да? Нет, или что? Ну просто вот отклонение есть, надо обязательно посмотреть анализы крови после. А так вот мы смотрим, по идее, должно быть печень и почка, они прям вот так одинаково по цвету быть. Когда вот такой вот цвет идет белый, это уже говорит, что идет изменение гепатоза. Да. Но это первой степени, это не страшно. Спасибо. O'sha koreografiyagacha nima bezovta qilgandi sizni? Bo'g'ilib tomog'imga kelib, xo'rsinib, anaqa bo'g'ilib ketaverdim. Keyin ekga qarang, lecheniya olganman, ta'sir qilmadi. Tribulyat qildim. Piyoda yurganingizda hansirash, ko'ra qafasida og'riq, shunaqa his bo'lganmi? Og'riq sezganman. Bunaqa jim qattiq og'riq emas, ozgina og'riq sezganman. Lestnitsiyadan ko'tarilishdachi? Qarsillash. Koronagrafiyaga kim maslahat berdi? Ekga qildim. Ekga qilgandan keyin koronagrafiyaga jo'natilgan. Yo'q, ekgadan keyin bitta kurs lecheniya olganman. Keyin yana favtor qildirsam, уже yaxshi emas. Tribulyat qildirgan. Qon analizi topshirganmiz, infarkt qanaqasi bor, qon analizi topshirdik. Yo'q, infarktga yaxshi yurdi, lekin biz yaxshi chiqmayapti, ekga deyapti. Koronografiyada qanaqa tomirlaringiz qanaqa chiqdi? Yo'q, yaxshi deyishdi. Hozir nima bezovta qilyapti? Yana hozir shu qarsillash. Yana nima, holsizlik. Seshingiz qanaqa? Yaxshi. Yaxshi. Vazn yig'madingizmi oxirgi paytlarda? Yo'q, necha kilo yig'dingiz? Hozir mana EKGingiz bo'yicha sizda metabolik o'zgarishlar bor. Yurak sohasi va tanani yog' bosishi oqibatida metabolik o'zgarishlar keladi. Ya'ni o'sha qon tomirlar hamma yog' bosgan yurakka qon yetkazib berishi kerak. U yog' ortiqcha narsada. Shuning uchun asosiy birinchi tavsiya sizga vazn tashlamasangiz umuman bo'lmaydi. Vazn tashlashingiz kerak bo'ladi. Xolesterin kamaytiradigan, qon suyultiradigan dorilar bor.
o'sha dorilardan yozib beraman, ichib tursangiz bo'ladi. Navbatdagi operatsiyamiz septokonxoplastika. Uni hozir boshlaymiz. Kuzatishni davom ettiring. Natijalarni qo'yib boramiz. Farzand ko'rish uchun erkaklardagi 3 ta asosiy tekshiruv. Birinchisi uziy mashonka. Ikkinchisi spermogramma tekshiruvi. Uchinchisi gormonal tekshiruvlar. Agar shu 3 ta tekshiruvlar normal holatda chiqsa, demak 80% erkaklar farzandli bo'la oladi. Shu ko'rsatkichlardan birortasida o'zgarish chiqsa, siz endokrinolog, androlog shifokoriga murojaat qiling. Bu videoni anchadan beri farzand ko'ra olmayotgan tanishlaringizga yuboring. Navbatdagi bemorimiz 13 kilo ves kamaygan, 105 kilodan hozir 92 kiloga tushyapti. Bemor Tojikistondan kelganlarida 103 kilo bo'lgan. Gormonal narusheniya bizada o'sha muskoy gormonlarda narusheniya bo'lgan. Hozir lecheniyadan keyingi holatini ko'ryapmiz. O'zi juda ham yaxshi darajada. Keyingi o'zgarishlarni yana kutib qolasiz biz bilan. Ajreniya bo'yicha lecheniyani birinchi bosqichini tugatdik. Keyingi bosqichi bo'yicha yana maslahatlar beramiz. Sizda ajinlar, po'stakni izlari, pigmentatsiya, chandiqlar, kengaygan bo'ralar kuzatilyaptimi? Unda bizning klinikada bunga yechim bor. CO2 lazer terida mikrozonalar hosil qilib, kollagen ishlab chiqarilishini faollashtiradi. Natijada teri taranglashadi, silliqlanadi va yangilanadi. Bemorimiz burun nafas olish qiyinligi bilan kelgan. Bemorning asosiy shikoyatlari bosh og'rig'i, nafas olish qiyinligi, tez-tez og'riq qoldiruvchi dorilar ichib turishiga shikoyat qiladi. Bemorni tekshiruvdan o'tkazganimizda burun to'siqi qiyshiqligi aniqlandi va chiqanoqlar kattalashganligini sezdik. Shu sababli bemorni operatsiyaga oladigan bo'ldik. Bemorni hozir operatsiya boshlaymiz. Kuzatishni davom ettirasiz. Rahmat. Qin sohasidan ko'p keladigan ajralmalar, qichishish, achishish bezovta qilyaptimi? Bunga asosiy sabab infeksiyalar, bakteriyalar hamda jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklar bo'lishi mumkin. Sizni ham shu muammolar qiynayotgan bo'lsa, unda quyidagi raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Menda mana shu yerlarim sanchi bilan og'riq bo'ladi. Gapirganda bo'ladi, faqat ovqatlanganda bo'ladi. Yutinganda. Shunda men mana Alisher akaning klinikasiga keldim, xudo xolasa meni hozir operatsiyaga tayyorlashyapti. Bemorimiz shikoyatlarini eshitdingiz. Bemorda doimiy anchadan beri o'ng tomonlama quloq oldida sanchuvchi og'riq bo'lgan, nerpatologga murojaat qilgan, lecheniya olgan, effekti bo'lmagan hech qanaqa. Nerpatolog kompyuter tomografiya qilgan, qaymni pazuxa yeding bilan to'la bo'lgan, shu sababli bizga jo'natgan. Bemorni ko'rdik, kuzatdik, endoskopik tekshiruvda ham o'ng burun yo'llarida yirik ajralmalar aniqlandi. Bemorni rejali ravishda operatsiyaga oldik. Operatsiyamizda bemorning pazuxalari tozalab tashaldi. Bemorda o'zi ertasi kuni operatsiyadan keyin o'zi og'riqlari ketdi. Qismi og'riq qoldi, nerpatologga borib lecheniya olsa 100% og'riqlari ketadi. Natijalarni qo'yamiz, kuzatishda davom etasiz. Rahmat. Mana shu qizim 6 oy oldin burnida qonash ko'p bo'lib, tomog'ida og'riqlar juda ko'p edi. Biz Alisher akaga kelib mana shifo topdik. Operatsiya qildirdik, yaxshi, Xudoga shukr.
6 oydan beri qonashi ham yo'q. Yaxshi. Buning uchun Alisher akaga katta rahmat. Juda qiziq jarayon. 4 yoshli bemorimiz adenoid vegetatsiya bittada fimoz, ya'ni bemorimizni 4 yoshli bolamizni sunnat qilamiz. Kuzatib boring. Nima sababdan 90% bolalar uxlaganda tishini g'ijillatadi. Ko'pchilik buni gijja sabab deb o'ylashadi. Aslida unday emas. Bola uxlaganda burun to'siq qiyshiqligi yoki adenoid borligi hisobiga nafas olishga qiynaladi. Bu holatda miya avtomatik ravishda harakatga tushib, havo yo'lini ochish uchun pastki jag'ni oldinga suradi. Natijada tishlar bir-biriga ishqalanib, g'ichillagan ovoz eshitiladi. Bunday hollarda lor ko'rigidan o'tish tavsiya qilinadi. Sog'lom nafas olish va foydali ma'lumotlarni bilish uchun menga obuna bo'ling. Aksirganda, yo'talganda siydik tutolmaslik, qin devorlarini tushib ketishi, kengayib ketishi va jinsiy sohalardagi papilloma keratomalar sizni bezovta qilyaptimi? Bizning klinikamizda yuqorida sanab o'tilgan hamma muammolarga bittada yechim bor. Bu CO2 lazer apparati. Lazerimiz Koreya davlatidan olib keltirilgan bo'lib, eng zamonaviy apparatlardan biri hisoblanadi. Bu lazerimiz bilan siz bitta muolajada siz kutgan natijaga erishasiz. Kuniga 1 soatdan ko'p naushnik taqish sizni kar qiladi. Naushnikni baland ovozda eshitganingizda quloq ichidagi mayda hujayralarni jarohatlaydi. Natijada eshitish davolab bo'lmas darajada pasayadi. Doimiy taqib yurish ichkaridagi tabiiy chiqib ketadigan kirlarni quloq pardasi oldida yig'ilib qolishiga sabab bo'ladi. Buni oldini olish uchun naushnik ovozini 60% dan ko'tarmang va kuniga maksimum 1 soat foydalaning. Vaqti bilan naushnikni tozalab turish esingizdan chiqmasin. Aytgancha, naushnik rak qiladi degan gap rasman yolg'on deb topilgan. Salomatligingiz haqida foydali ma'lumotlar olish uchun sahifamga obuna bo'ling. Bemorimizda 4 marotaba homilaning bachadon ichida o'smay qolishi kuzatilgan. Bular bizning klinikamizga murojaat qilib kelganlarida 4 marotaba homiladorlik bachadon ichida o'smay qolgan. Shu sababli ayolimiz ko'proq 4 infeksiyaga lichina olganlar, lekin hech qanaqa effekti bo'lmagan. Bizga murojaat qilib kelgan paytlarida bizlar bu ayol bilan chuqurroq shug'ullanishimizga to'g'ri keldi. 5-homiladorlik vujudga keldi. Hozir bolaning ahvollari juda ham yaxshi. Bola mutlaqo sog'lom. Xudo xohlasa ayolimiz yaqinda onalik baxtiga musharraf bo'ladi. Suv ichayotib, kimdir kuldirganida suv burunga o'tib ketadi-yu, nega ovqat o'tib ketmaydi? Sababi yutinganda yumshoq tanglay burun yo'lini yopadi. Lekin kulgu kutilmaganda va havo bosimi ta'sirida bo'lgani uchun yopishga ulgurmaydi va suv burnimizdan chiqadi. Ovqat esa suvga nisbatan og'ir bo'lgani uchun havo bosimi uni burunga chiqara olmaydi. Ammo u pastki nafas yo'liga tiqilib qolsa, havo yetishmasligi natijasida o'limga sabab bo'lishi mumkin. Bu videoni ovqat yeganda kuldiradigan do'stingizga jo'nating va menga obuna bo'ling. Erimdan kasal yuqtirdim. Juda ko'p ayollarimiz shu muammo bilan murojaat qilishadi. Ko'plab ayollarimiz ginekologik muammolarini bu doim ham yuqumli kasallik emas, balki bu shunchaki stress yoki gormonlardandir. Именно jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar ekanligini bilishmaydi. Lekin bularni asosiy sababi shu eri men ishga ketyapman, kech qolaman, xavotir olma. Boshqa ayollar bilan jinsiy hayot kechirib yurishi. Erkak kishi ko'p ayollar bilan yurib kelib, ulardan o'ziga kasal yuqtirib, uyidagi o'zini ayoliga kasal yuqtiradi. Ayollarimizga har doim aytamiz, hurmatli ayollar, o'zingizlarning sog'lig'ingizga befarq bo'lmanglar. Bir xil ayollar yuraveradi. Ajralmasi ko'paysa ham, qichishish, achishish, og'riq bo'lsa ham yuraveradi.
bu norma deb yuraveradi. U norma emas. U yerda tekshirish kerak. Значит, qanaqadir infeksiya bor u yerda. Uyda yana qanaqadir aptekaga chiqadi-da, mana shunaqa bo'lyapti deydi. Aptekada dori berishadi, uyda o'zi davolayveradi. Lekin uni asl sababini bilmaydi-ku, u yerda mazok olinadi, infeksiyaga misol uchun qon topshiriladi. Ularni bilmasdan turib, o'zligi uyda bitta svecha bilan davolamoqchi bo'ladi. Ayollarimiz vaqtida kelib, kasallikni vaqtida aniqlab, hamma analizlarni tekshirib vaqtida davolasak, u misol uchun 200 ming, 300 ming bilan ham davolab olishimiz mumkin. Hurmatli ayollar, sog'lig'ingizga befarq bo'lmanglar. Bolalarga sog'lom ona kerak. Bizning klinikamizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizlarga chin yuragidan yordam beramiz. Nimaga quloq suprasi tekis emas, burma shaklida bo'ladi? 1973-yilda amerikalik olimlar buni ustida tajriba o'tkazishadi. Ular bir guruh odamlarning quloqlarini plastilin va mum bilan tekis shaklga keltirishadi. Natijada odamlar tovushlarni eshitishadi, lekin tovushni qaysi tarafdan kelganini bilmay qolishadi. Xulosaga ko'ra, quloq burmalari tovushlarni qaysi tomondan kelayotganini aniqlaydi. Xullas, tanamizdagi hech bir shakl bejizga emas. Salomatligingiz haqida shunday foydali ma'lumotlarni bilish uchun menga obuna bo'ling. O'zbekiston! Bemorimiz 12 yoshli qizimiz burun to'sig'i qiyshiqligi bilan operatsiyaga oldik. Bemor 4 yoshligida adenotomiya operatsiyasini o'tkazgan. U payti yosh bo'lganligi sababli burun to'sig'ida qiyshiqlik nisbatan bo'lganligi sababli burun to'sig'iga tegilmagan. Adenoiddan keyin nisbatan yaxshilangan nafaslari mana yil o'tib bemorda burun qiyshiqligi kuchaygan. Shu sababli nafas olishga yana qiynalish boshlangan. Shundan keyin rejali ravishda bemorni septoplastik amaliyotini bajarish uchun operatsiyaga oldik. Mana operatsiyamiz davom etib turibdi. Bemor operatsiyadan keyin zo'r bemalol nafas oladi. Patsientimizda ugri kasalligini davolayapmiz. Lazer orqali zamonaviy usullardan bittasi. Ko'pincha ugrilarni usti teshiysiz bitadi, yiring yig'ilib qoladi tagida. O'shani hozir bu lazer bilan og'riqsiz ustini ochib, yiringini chiqazib olib, usti keyin mana bunaqa notekis bo'lib bitmaydi-da. Mana ochilgandan keyin tekis bo'lib bitadi keyin. Ko'rdingizmi? Tekis bo'ldi. Boyga ikkita undoq ishib turgan joyi bor, tekis bo'lib qoldi. Bemorimiz 53 yosh. Bemor bir necha yildan beri o'ng taraf yuz sohasida og'riq bilan shikoyat qilib neyropatologlarga qatnagan, yuz xirurglariga qatnagan. Oxiri kompyuter tomografiya qilinganda ikki tomonlama yiringli gangrenit aniqlangan.
Bemor nerpatologdan lishini olishidan qat'iy nazar yuz sohasida og'riqlar bosilmagan, yuz nervini shamollashini ketmasligi sabab ikkita gaminopazuxa yering bilan to'lgan. Shu sababli nerpatologlarning licheniyasining effekti bo'lmagan. Endi ikki tomondagi yiringli protsessni hozir biz o'zini saustis orqali ochib, tozalab tashlaymiz. O'shandan keyin nerpatolog lichina qilsa, xudo xolasa bemorimiz tuzalib ketadi. Resmen o'zidan o'zi sahringiz ertalab qarasangiz 17 da. Sahrda CD yo'lidagi shamollashlar tez avj olib ketadi. Sababi shamollash sahrni oshiradi. Shuning uchun biz antibiotik boshlaganmiz. Sahringiz mana 17-19 bo'lib ketishining sababi shamollash sahrni oshiradi. Siz bu yerda dieta qilmaganingiz, boshqasi misol uchun bitta, ikkitaga sahrni oshirsa, shamollash prosessi sahrni dvoynoy oshirib boradi. Undan risk ko'tarilganlari ham shuni hisobidami? Resmen o'zidan o'zi sahringiz ertalab qarasangiz 17 da, kecha 6 bo'lib turgan sahr birdaniga 17 bo'lib qoldi. Bu shamollash prosessi hisobiga tez avjiga chiqib ketadi. Keyin ikkinchi tomoni buyrakni iloji boricha mana hozir licheniya qilyapmiz-ku, licheniyadan keyin 10 kundan keyin yana qaytadan analiz qilib tekshiring. Bu norma holatida tursin, shunchaki yuzaki qarab ketmang. Bu gnoyniy proses pochkaning ichigacha borsa, keyin kechga qolamiz. O'sha yog'iga kechishni to'g'rilab bo'lmaydi. Hozir oldini olamiz mana qo'llarni boshlab. Mana ko'nglingiz aynishi belgisi ham o'shaniki. Ko'ngil aynish beradi, qayd qilish beradi, ishtahasizlik beradi, u ham o'shaniki. Shuning uchun qayta 1 kun 2 kun mana dorini kuchli kuzatinglik, effektini. Keyin CDning rangidan ham bilsangiz bo'ladi, joyiga tiniqlashish boshlanadi. Har kuni spreylardan foydalanish joningizga tegdimi? Bizda bunga zamonaviy yechim bor. Bu lazer amaliyoti bo'lib, bu lazer amaliyotimizga atigi 10-15 daqiqa vaqt ketadi. Bu vaqt mobaynida og'riqlarsiz, kesiksiz va eng asosiysi narkozsiz qisqa fursatlarda yuqori natijaga erishiladi. Labioplastika amaliyotidan keyin og'riqlar bo'ladimi? Bu labioplastika amaliyotini o'tkazayotgan paytimizda hech qanaqa og'riqlar bo'lmaydi. Amaliyot vaqtida qon ketish holatlari kuzatilmaydimi? Yo'q, hech qanaqa qon ketish holatlari kuzatilmaydi. Tug'ruqdan keyin qancha muddatdan keyin shu amaliyotni amalga oshirtirsa bo'ladi? Farzandlari 1,5 yoshlar bo'lgandan keyin bajarsa yaxshiroq bo'ladi. Har xil noqulayliklar odam amaliyotdan keyin his qilmaydimi? Lazer bilan labioplastik qilgan paytimizda immunit chandiqlar qolmaydi. Amaliyotdan keyin qancha vaqtda joyi bitadi? Amaliyotdan keyin 10-15 kunlarga boradi. Bemorimizda 2 haftadan beri burunga ochadigan spreylar sepib turgan, shu sababli burun doriga o'rganib qolgan. Shu sababli chiqanoqlarni lazerda kuydirib yuboramiz. Ozgina veterinar bilan bemorga hech qanaqa общий narkozlar berilmaydi. Mahalliy oziqlantirish xonada qilinadi. 5 minutda tugaydi, xudo xolasa. Kichkina operatsiyamiz ham tugadi, lazer yordamida qilgan. Operatsiya uzoq davom etmaydi, 5-10 minutlik ish. Bemor lazerdan keyin uyga ketaveradi, uyga ruxsat oladi. Burunga uzoq vaqt dori sepgan hisobiga burun chig'anoqlari o'rganib qolgan doriga, shu sababli doridan chiqib ketish desa ham bo'ladi buni. Chig'anoqlarni bujmaytirib beradi. Natijasini bir haftadan keyin ko'ramiz, xudo xolasa qo'yamiz. Necha yoshda bolalarda adenoid operatsiyasini muolajasini o'tkazsa bo'ladi? Holatga qaraladi. Avvalambor bemor endoskopik yo'l bilan yoki rentgen orqali tekshiriladi. Agarda bemorda 3-stepen bo'ladigan bo'lsa, adenoid operatsiya qilgan ma'qul mumkin. Agar birinchi yoki ikkinchi darajalarda bo'ladigan bo'lsa, lichina qilib ko'riladi, davo choralari ko'riladi. Agar davo choralari foyda bermasa va bola nafas olishga qiynalaversa, baribir operatsiya qilish kerak bo'ladi. Sababi agar doimiy bolada nafas yetishmovchiligi bo'ladigan bo'lsa, boshda og'riq paydo bo'ladi, tishlardagi perikuslar o'zgarishi mumkin, bola xotirasi zaiflashishiga ham olib kelishi mumkin. Mana bu rasmda ko'rishimiz mumkin, adenoid 1-stepen, ya'ni 1-darajasi. 1-darajasida nafas olish 50% gacha saqlangan bo'ladi. Ya'ni bemor nafas olishga ozgina qiynalishi mumkin, lekin to'liq yopilmagan. Va shamollagan payti bu 2-darajaga chiqishi mumkin. Hatto shamollash kuchli bo'ladigan bo'lsa, quloq eshitish pasayishi mumkin yoki og'izdan doimiy nafas olish mumkin. Yurak otishi yoki kechqurun enurez, ya'ni kechqurun sepib qo'yish holatlari ham kuzatilishi mumkin. Bu asosan 3-darajada kuzatiladigan holatlardan biri hisoblanadi. Agar sizning ham farzandingizda kechqurunlari xurrak otish yoki kechqurungi enurez, ya'ni sepib qo'yish holatlari, og'izni ochib uxlash holatlari kuzatilayotgan bo'lsa, klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin. Bu ayolimizda labioplastika amaliyotini bajaryapmiz. Og'riqsiz, chandiqlarsiz, tez bitadigan amaliyot hisoblanadi. Jinsiy lablarni o'sishi asosiy sababi nima?
Jinsiy lablarning o'sishining asosiy sababi gormonal buzilishlar, ko'p tug'ruq, og'ir ko'tarish, tor kiyimlar, shimlar kiyishning oqibatida kelib chiqadi. Labiaplastika amaliyotidan keyin qayta yana o'sib chiqish holati kuzatiladimi? Yo'q, bu holat hech qachon kuzatilmagan. Turmushga chiqmagan qizlarga ham labiaplastika amaliyoti mumkinmi? Ha, turmushga chiqmagan qizlarni ham labiaplastika amaliyoti o'tkazamiz, ayolning xohishiga qarab. Ushbu vaziyatda ko'pchilikning eng katta xatosi bemor oldiga qoshiq tiqish yoki bolani tilini tortib olishga harakat qilish holatlari ko'p kuzatiladi. Bunday vaziyatda bemorni yotqizgan holatda boshini o'ng yoki chap tomonga yonboshlatib qo'yishni o'zi kifoya. Bemorimizda taxminan bir haftalar oldin quloqda chipqon chiqib, furunkul boshlangan. U shishib ketgan. Ichida yiring to'planib, ob'yom katta bo'lgan, yiring bilan to'lib qolgan. Buni deganlarida yiring to'laydi, juda ham quloqda ochib, kengaytirib ichini yuvib tashladi. Bemorimizda saharning diabetlari bo'lgani uchun ketish qiyin bo'lib, yiring ob'yom kattayib ketgan. O'shaning uchun bu yerda обработка qilib, yuvib tozalab, nesnyoziga insulin bilan ichini qilib turibmiz. Endi mana o'zgarishlar bor, ancha yaxshi. Xudo xolasa 3-4 kunda tugaydi yiringlari. Sahar hisobiga tuzarishlari nisbatan qiyinroq bo'ladi. Ko'pincha furunkulni bo'shlig'i kichkina bo'ladi, bilan juda ham kengayib, pastgacha kelgan, chuqurlashib ketgan juda ham. Shuning uchun ichini yuvamiz, yaxshilab yiringlarni chiqazib, tozalab tashlaymiz. Bo'shliq juda ham katta. Men quloqning tagidan bosganda birinchi kunda yiring oqib turdi qo'lning tashqariga. Mana bo'shlig'i. Shikarigacha borgan, o'shani tozalab yaxshi bo'lgani va ancha yaxshi bo'lgani. 70% yaxshilangan. Operatsiyamiz nihoyasiga yetdi. Adenoid vegetatsiya bilan uchinchi tibim bilan kelgan bemorimiz operatsiyasini tugatdik. Bemor yaxshi, asoratlari yo'q. Operatsiya muvaffaqiyatli yakunlandi. Bemorimizga 2 soatdan keyin uyga ruxsat berib yuboramiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Men ismim Oybek, familiyam Abaniyazov. Bir hafta oldin doktor tekshiruvdan o'tgandim. O'sha paytda menga tashxis qo'yishdi. Burun to'siqlarimda qiyshiqlik bor ekan va shu bilan birgalikda burun chig'anog'i ozgina ishlab bor ekan. O'shaning uchun o'sha septoplastika va burunni chig'anog'ini o'sha kuydirish amaliyotini bajarishdi. Mana operatsiyadan keyin bugun 5-kun. Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Sog'lig'imda hech qanday muammo sezmayapman va nafas olishim ham ancha yaxshi bo'lgan. Oldin menda o'sha har xil nafas yetishmovchilik hisobiga bosh og'riqlari yoki bo'lmasa gapirishimda ozgina nuqsonlar bo'lardi. Hozir o'sha narsa mana yo'q, Xudoga shukr. Yana 10 kundan keyin o'sha kerakli bo'lgan o'sha yuvish amaliyotlarini bajargandan keyin yana yaxshilanish aytilmoqda. Hammaga tavsiya qilaman, o'sha kimda burunda to'siqda qiyshiqlik bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasam o'sha chig'anoqda ishchil bo'ladigan bo'lsa, o'shani operatsiya qildirish yo'li bilan to'liq undan bartaraf bo'lish imkoniyati bor ekan. Tavsiya qilaman. Doktor Alisher yaxshi, o'zi tajribali mutaxassis ekan. Operatsiya ham yaxshi o'tdi. Rosa jahlim chiqyapti-da, hozir to'g'risi. Shu darajagacha ham yuradimi ayol kishi? Hozirgi kelgan patsiyentimni jinsiy a'zosiga kandiloma to'lib ketgan. Og'riq bo'lgandan keyin keldi. Bu patsiyentim sal kechroq keldi. Endi bu patsiyentimni biz onkologiyaga jo'natamiz. Chunki uje sheykada ham o'zgarish bor. Hurmatli ayollar, sog'lig'ingizga befarq bo'lmanglar. O'zingizda qanaqadir o'zgarish bo'layotgan bo'lsa, albatta murojaat qilinglar shifokorga. Assalomu yaxshimisiz? Sog'lik, yaxshimi? Salom qilmadim. Qachon qildi? Juma kuni. Necha tutdiga? 6 sizga ham. 6 farzand kutgan dedilar. Endi o'shalar homilador bo'lib tug'dilar. Rahmat. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Umr bilan baxt bilan bergan bo'lsin. Mayli, rahmat. Sog' bo'ling.
Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Hozirdagi operatsiyamiz adenoid vegetatsiyasi operatsiyasi bajariladi va hamda xatna operatsiyasi ham birgalikda olib boriladi. Adenoid vegetatsiyasi bu asosan yosh bolalarda 2-4 yoshdan boshlab 11-12 yoshgacha kuzatiladi. Burundan nafas olish qiyinligi, kechqurun xurrak otishi va enurez kuzatilishi mumkin bemorlarda. Hozirgi operatsiyamizdan keyin bemorimiz yaxshi nafas oladilar. Qancha vaqtdan beri bosh og'riqlaringiz? 1 yildan beri? 30 yil. Bosh og'rig'ingiz qanaqa? Har kuni bezovta qiladimi yo? Og'rimagan kuni yo'q. Yo'q. Nima qilasiz bosh og'rigan? Dori ichasizmi yo o'z-o'zidan o'tib ketadi? Sitraman ichaman, iloji yo'q. Har kuni ertalabdan bosh og'rib turasizmi? Har kuni og'riydi. Qattiq og'riqlasa emas bu. O'sha tupoy og'riqda, lekin неприятно deysiz-ku. Qulog'ingiz mana kechasi uxlamasangiz, kechasi bilan ishlayversangiz, charchab ketasiz-ku. Charchoqli bosh og'riq, quloq bitish, burun bitish, ana shunday bo'ladi. Bittadan 2 mahal 8 ichasiz. Bu beta blokator ozgina pulsni kamaytirib beradi и bosh og'riqning profilaktikasida naprilin ahamiyati bor. Shu mashq orqali eshitishni 30 soniyada yaxshilash mumkin. Ko'rsatkich barmog'ingizni qulog'ingizga ozroq tiqing. Avval oldinga, keyin orqaga aylantiring. Keyin barmog'ingiz bilan quloqqa yengil vibratsiya bering. Shu mashqni 1-2 minut takrorlang. Natijada eshitish biroz muddatga yaxshilanadi. Faqat ehtiyot bo'ling, qulog'ingizda yara, yiringli protsesslar bo'lsa, yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Salomatligingiz haqida ko'proq foydali ma'lumotlar olish uchun menga obuna bo'lib qo'ying. Sizda nima shikoyat hozir? Ot qopim pustib beryotdi. Boshqa joyga uziga borganimizda tosh bor deb aytganmiz. Tosh bor deyishgan. Bitta chuqur nafas olib ushlab turing. Patsientimizda tosh bor deyishgan ekan. Hozir ovqatlangansiz, lekin hozir mana o't qopimiz aniq ko'rinib turibdi. O't qopimizda xolestistit belgilarimiz bor, lekin tosh yo'q. Bularda boshqa oshqozon kasalliklari bo'lishi mumkin. Yoki moddalar almashinuvida qanaqadir o'zgarishlarimiz bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin o'tingiz hozir toza. Hurmatli kuzatuvchilar, o't qopinglarni tekshirtirib turinglar. Tosh bor yo'qligini UZI tekshiruvimizda aniqlab beramiz. Vape kabi elektron sigaretlarni zararsizligilar juda katta xato qiladi. Chunki ichidagi suyuqlik qizib bulanganda nafas yo'llarini kuydiradi. Bu tinimsiz quruq yo'tal va tomoq qirilishini keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, undagi ximikatlar o'pkaga kirib, yopishqoq qatlam hosil qiladi. Eng yomoni bu qisqa vaqtda o'pkani ishdan chiqarib, davolab bo'lmas darajaga olib kelishi mumkin. Salomatligingiz haqida shunaqa foydali ma'lumotlar olish uchun menga obuna bo'ling. Navbatdagi homiladorimiz bizga murojaat qildilar. Bir kun oldin UZI tekshiruvga tushganlarida homila yurak yurishi pastroq deganlar. Bizga keldilar, bizda yurak yurishi umuman aniqlanmadi va homila qopchasi homila bachadon bo'ynida rivojlanayotgani aniq bo'ldi. Va hayz kuniga qo'shib tekshirilganida hayz kuni bo'yicha homiladorning haftasi 10 hafta-yu 3 kunlik. Homila belgilariga qarasak, homila 6 hafta-yu 1 kunligida rivojlanishdan to'xtagan. Bu belgilar ko'p homiladorlarimizda uchrab turadi. Agar sizga ham homilangizni to'g'ri rivojlanishini kuzatish va u haqida tushuncha olish kerak bo'lsa, ichki organlaringizni, organizmingizdagi har qanday o'zgarishlardan UZI tekshiruvlari sizga qiziq bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Kuniga 1 soatdan ko'p naushnik taqish sizni kar qiladi. Naushnikni baland ovozda eshitganingizda quloq ichidagi mayda hujayralarni jarohatlaydi. Natijada eshitish davolab bo'lmas darajada pasayadi. Doimiy taqib yurish ichkaridagi tabiiy chiqib ketadigan kirlarni quloq pardasi oldida yig'ilib qolishiga sabab bo'ladi. Buni oldini olish uchun naushnik ovozini 60% dan ko'tarmang va kuniga maksimum 1 soat foydalaning. Vaqti bilan naushnikni tozalab turish esingizdan chiqmasin. Aytgancha naushnik raq qiladi degan gap rasman
rasman yolg'on topilgan. Salomatligingiz haqida foydali ma'lumotlar olish uchun sahifamga obuna bo'ling. Qanday qilib dori va spreylarsiz burun bitishini oldini olish mumkin? Hozir men sizlarga 20 sekundda buni o'rgataman. Idishga issiq suv soling va boshingizni sochiq bilan yopib 10 daqiqa nafas oling. Suv taxminan 60-70 gradusdan oshmasligi kerak. Ikkinchi usul yuzga issiq, nam sochiq qo'yish. Bu burun yo'llarini ochadi va qon aylanishini yaxshilaydi. Faqat bu usullar vaqtinchalik ta'sir qiladi. Sizda doimiy shunaqa muammo bo'lsa, tajribali lor shifokoriga murojaat qiling. Sog'lig'ingiz haqida ko'proq foydali ma'lumot olish uchun menga obuna bo'lib qo'ying. Adina tanziltamga operatsiyasini hozir o'tkazdik. Bemorimiz anchadan beri nafas olishga qiynalish, uyqu paytida xo'rak yotish, uyqu vaqtida nafas to'xtab qolishiga shikoyat qilgan. Bemorning endoskopik tekshiruvini o'tkazganda adenoid vegetatsiyasi va bodamcha bezlar hipertrofiyasi aniqlandi. Shu sababli bemorni rejali ravishda operatsiyaga oldik. Operatsiyamiz yaxshi o'tdi. Bemor uyg'onishni boshladi. Kuzatishni davom eting. Natijasini qo'yib boramiz. Rahmat. Apple rasman telefonni quloqqa tutib gaplashishdan qaytaradi. Sababi telefondan chiqqan issiqlik va radio chastotalar quloq va chakkani qizdiradi. Bu qon aylanishini buzib, doimiy charchoq va bosh og'rig'ini keltirib chiqaradi. Eng yomoni, podval yoki liftda telefonda gaplashish nurlanish xavfini 3 barobarga ko'paytiradi. Salomatligingiz haqida shunday foydali ma'lumot olish uchun menga obuna bo'ling. Temur aka, qalqonsimon bez operatsiyasi qachon haqiqatdan zarur bo'ladi? Bemorni tekshiryapmiz. Qalqonsimon bezda tugunlarini muntazam ravishda o'sib borishini kuzatsak, bu yerda to'g'ridan to'g'ri ko'rsatma operatsiyaga. Tugunlar o'suvchan, uni razmeri kattalashuvchan bo'lsa, uje siz bu yerda kutishdan hojat yo'q, operatsiyaga borish kerak. Bundan tashqari, tugunlar yoki qalqonsimon bezning holati sizga ma'lumot beradiki, yonidagi limfa tugunlar ham kattalashayotgan bo'lsa, bu yerda rak rivojlanmoqda uje. Yoki o'sha onkologik kasallik boshlanyapti degan signal bor. Bu yerda ham kutishdan hojat yo'q. Bu yerda to'g'ridan to'g'ri operatsiyaga ko'rsatma bo'ladi. Burun tepasidan labning ikkita chetigacha bo'lgan joy o'lim uchburchagi deyiladi. Chunki bu joyda juda ko'p qon tomirlar bo'lib, bevosita bosh miyaga boradi. Boshqa qon tomirlar kabi klapinlar mavjud emas. Burunni tirnoq bilan kavlaganda, husnbuzarni siqqanda qon tomiriga infeksiya tushib, miyaga boradi va og'ir holatlarda sinus trombozlariga ham sabab bo'lishi mumkin. Statistikaga ko'ra, bu kasallik rivojlanib ketsa, 30% holatlarda o'lim bilan tugaydi. Bu videoni burnini kavlaydigan do'stingizga jo'nating va menga obuna bo'lishni unutmang. Вообще не будет больно. Сколько лет она с вами живет? Уже около 8. Около 8. Да, сначала она маленькая была, а вот лечение ковидом переболела, сильно стало расти. Потом вот после инфаркта лечение вот эти, и она пошла сильно в рост. А до этого сидела еще в рост. Все нормально? Да, спасибо. soniyada burun bitishidan qutulish usuli. Birinchisi, 1 stakan iliq suvga yarim choy qoshiq tuz soling va shu suv bilan burunni yaxshilab chaying. Burun shishini kamaytirib, uni bakteriyalardan tozalaydi. Ikkinchisi, xona havosini vlajnitel bilan namlantiring. Sababi quruq havo burun ichi shilliq qavatini quritib, shishiga olib keladi. Uchinchi usul, ko'proq suyuqlik iching. Bu organizmga tushgan toksinlarni tezroq chiqarib yuboradi. Salomatligingiz haqida ko'proq foydali ma'lumot olish uchun menga obuna bo'ling.
bosh og'rig'ini uning joylashuviga qarab farqlashimiz mumkin. Agar boshning ensa qismi og'risa, qon bosimi oshganini bildiradi. Bosh aylana bo'lib qisib og'risa, bu stress va charchoq degani. Agar chap yoki o'ng tomon qisib og'risa, bu migren degani. Agar og'riq peshona va yonog'ida bo'lsa, diqqat qiling, bu gaymarit belgisidir. Salomatligingiz haqida foydali ma'lumot olish uchun menga obuna bo'lib qo'ying. Asosiy muammo bemorda emas, muammo UZIda bo'lyapti. UZIda tashxis aniq qo'yilmagan, bemor bizga kelyapti. Menda hammasi normada, lekin farzand kutyapman, farzand yo'q deyapti. Uni UZI qilgan paytimizda uje u yerda tuxumdonlar ishlamayotganini aniq bo'ldi. Aniq tashxis UZI mutaxassisiga qaratilgan. UZIni yaxshi e'tibor bilan qaralganda, u 5 yil, 4 yil farzand kutmagan bo'lardi-da, birdaniga harakatini boshlagan bo'ladi. Tuxumdon ishlamayapti. Siz uni ishlatish uchun kamida 6 oy, 1 yil vaqtingiz ketadi. 6 oy yana 1 yil bemor o'zi sabri tugadi-da, sabr kosasi tugab bizning oldimizga keldi. Endi yana 1 yil kutasan desa, o'zi hafsalasi pir bo'ladi. Quloq tez-tez qichishiga qandli diabet sabab bo'lishi mumkin. Qon tarkibida shakar miqdori oshsa, tana uzluksiz suyuqlik yo'qotadi. Bu quloq ichidagi shilliq qavatni qurishi va qichishini keltirib chiqaradi. Odamlar buni kirdi bo'ylab, quloqini turli narsalar bilan kavlayveradi. Bu esa quloqni jarohatlab, infeksiya tushishiga sabab bo'lishi mumkin. Agar quloqingiz ko'p qichisa va og'iz ko'p qurisa, darhol sahrini tekshirtiring. Salomatligingiz haqida shunaqa foydali ma'lumotlar olish uchun menga obuna bo'ling. Bizga murojaat qilgan bemorimizda yurak tez urishiga, tez charchashga va holsizlikka shikoyat qilingan. Bemorimiz anamnezga ko'ra ko'p energetik ichadilar, shuning uchun bir yuraklarni eho qilishimiz kerak bo'ladi. Hop, bu bemorimiz 24 yosh. Asosiy shikoyatlari yurak tez urishiga. Bizning vazifamiz yurakni har bir kameralarini o'lchab, hisob-kitob qilib, yoshlarga to'g'ri kelishi, kelmasligini aniqlashimiz kerak. Bu yerda klapanlarga e'tibor beramiz. Klapanlar yaxshi, yopilishlari yaxshi, qon oqim tezliklarini ko'rishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda ko'ryapmiz, qon oqimlari yaxshi. Jismoniy mehnatda tez charchamaysizmi? Yugurishlar yoki sport bilan shug'ullansangiz tez charchash bor. Klapanlar yaxshi yopilyapti. O'tkazuvchanlik, qon oqim tezliklari yaxshi, yoshingizga mos. Faqat o'sha energetik ichishni to'xtatishimiz kerak. Shunda yurakka nagruzka ancha kamayadi. Samolyotda uxlash quloq pardasi yirtilishiga sabab bo'lishi mumkin. Samolyot uchayotganda yoki qo'nayotganda havo bosimi keskin o'zgaradi. Agar bu vaqtda uxlayotgan bo'lsangiz, yutinish refleksi ishlamaydi. Quloq ichidagi bosim tashqi bosim bilan tenglasha olmaydi. Bu quloq pardasini yirtilib ketishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun samolyot uchayotganda yoki qo'nayotganda hech qachon uxlamang. Agar quloqingiz tiqilsa, saqiz chaynang yoki yutining. Salomatligingiz haqida ko'proq foydali ma'lumot olish uchun menga obuna bo'ling. Bugun sizlar bilan cheri angioma haqida gaplashamiz, ya'ni qizil xol. Ketdik. Cheri angioma, ya'ni qizil xol, terida paydo bo'ladigan kichkina qizil rangli qon tomir o'smasi. Nigora opa, cheri angioma xavflimi? Yo'q, xavfli emas. Bunaqa hollarni hozir davolasa bo'ladi. Bizning klinikamizda yangi zamonaviy usullardan bittasi SOD va lazer yordamida olib tashlash. Agar sizlarda ham shunaqa qizil xollaringlar bo'lsa, kommentariyaga yozib ketinglar. Burun qonashining asosiy 3 ta sababi bor. Birinchisi, burun ochadigan spreylarni uzoq vaqt sepish. Bu shilliq qavatni quritib, tomiri yorishiga sababchi bo'ladi. Ikkinchisi, qon suyultiruvchi dorilarni haddan tashqari ko'p ichish. Uchinchisi, qon bosimi oshganda burun ichidagi nozik tomirlar yorilishi mumkin. Bu ayrim hollarda insultni oldini oladi. Salomatligingiz haqida shunaqa foydali ma'lumot olish uchun menga obuna bo'ling. Boshingizni yuvib ko'chaga chiqish juda og'ir kasalliklarga sabab bo'lishi mumkin. Nam soch bilan ko'chaga chiqqaningizda boshingiz tez sovug'itadi. Sababi boshingizdagi issiqlik ushlab qoluvchi yoqatlami juda ham yupqa bo'ladi. Natijada tana issiqlikni ushlab qolish uchun boshga boradigan qonni sekinlashtiradi. Bu immunitet pasayishi, gaymarit va quloq yallig'lanishi kabi og'ir kasalliklarga olib keladi. Buni oldini olish uchun boshni ko'chaga chiqishdan kamida 2 soat oldin yuvish va yaxshilab quritish tavsiya etiladi. Salomatligingiz haqida shu kabi foydali ma'lumotlar olish uchun menga obuna bo'ling.